Diyorim to'r bekdi. Assalomu alaykum, hurmatli Diyorim to'r ishtirokchilari. Diyorim to'r bekda uyushtirilgan suhbat programmasiga qatnashganlarni qism qarshi olamiz. Diyorim to'r bekimiz qurilgan 5 yildan beri biz har soat zatlarni, olim, mutaxassis, adib, yozuvchi shoirlarimizni va davlat san'atkorlarimizni va har soatda natija qozongan tövfiklar yoshlarimizni taklif qilib, Diyorim to'rida suhbat uyushtirib kelyapmiz. Biz shu munosabat bilan Diyorim to'rini 5 yildan beri izchil qo'llayotgan barliq to'rdoshlarimizga, shunaqa barliq to'r ahliga qizg'in rahmatimizni bildiramiz. Bugungi suhbat programmamizga biz alayli bir aziz mehmon taklif qildik. Bugungi aziz mehmonimiz hammamizga tanish bo'lgan yozuvchimiz va ko'zga ko'ringan adabiy obzorchi Yalqin Ro'z akandan bo'ldi. Yalqin aka, bugun Diyorim to'ri orqali kam to'rdoshlar bilan suhbat bo'lganingizdan biz nayt xo'shal, nayt minnatdormiz. Barliq to'r ahliga, shunaqa barliq Uyg'ur to'r bekatlarida sizning asarlaringizni yoqtirib o'qiydigan va sizning qizg'in qo'llovchilaringizga vakolatan sizga chin yurakimizdan rahmatimizni bildiramiz. Uzun yillardan beri sizning asarlaringiz mayli matbuotlarda bo'lsin va boshqa gazet jurnallarda bo'lsin nayt qizg'in o'qilib kelyapti va rasmlarni qo'zg'atdi. Yaqingi yillardan beri Diyorim to'r bekatida shunaqa barliq Uyg'ur to'r bekatlarida siz yozgan bir turkum asarlar, masalan, o'sha qori ochiqat yaqinda yozgan. Undan oldin e'lon qilgan bizga qanday qanday kerak? Ko'rish jarayonida ochiqat nomli bir yurish adabiy obzorlar kam adabiyot sohasida, jumladan yaqingi zamonda shakllanayotgan to'r adabiyot sohasida, to'r muhitida nayt qizg'in bahslarni qo'zg'atdi. Shu munosabat bilan biz bugun sizni alohida bir suhbat taklif etdik. Qimmatli vaqtingizni chiqarganingizdan biz intayin xursand. Bugungi suhbatimizning davomlashi uchun biz bugungi suhbatimizga Diyorim shirkatidan Gulg'unchamni riyosatchilik qilishga taklif etsak. Assalomu hurmatli to'r ahli, men Diyorim shirkatidan Gulg'uncham bo'lganman. Qani Yalqin aka suhbatimizni boshlab ketsak. Bo'ldi. To'r adabiyoti zamonimizga qalamkashlar uchun intayin keng ijodiyat bo'shlig'i yaratib berdi deyishga bo'ladi. Siz to'r adabiyotiga qanday qaraysiz? Abdunum rayonimizdagi ona til yozig'imizda chiqadigan gazet jurnallarningki sahifasi chekli, sonimi qadar oz. Ammo adabiyot havaskorlarining soni kundan-kun ko'payyapti. Adabiyotga, ijodiyatga kirilayotgan qo'shimcha kundan-kun zo'rayapti. Shunday ahvolda adabiyot qiziquvchilar, adabiyot qo'shiniga kirib keluvchilarga faoliyat bo'shlig'i, ijodiyat bo'shlig'i ularningki o'zininki qiziqishi bo'yicha ilib olgan asarlarni avomga ko'rsatadigan imkoniyati bo'lishi kerak. Bunda imkoniyat nima bor deganda, oldin to'r sohasida. To'r bekatlari bu adabiy ijodiyat qo'shiniga yangidan kirib kelayotgan havaskorlar yoki adabiyotga ishtiyoqi bor qalamkashlar uchun aytganda o'zininki o'y xiyollarini yoki o'zining ijodiyatlarini keng kuchada o'tirib qoladigan bir xil bo'shliq bilan ta'minlaydi. Shunga muntazam adabiy jurnallar imkoniyat hozirlab berilmagan sharoitda to'r sohasi, to'r adabiyot orqali o'qirmanlar bilan yangi adabiyot havaskorlar o'tirishga uchrashishni reallikka aylantiradigan intayin bir muvaffaqiyatli ham uchrashishni amalga oshiradigan intayin ko'ngildagidek bir soha deb aytishga bo'ladi. To'r adabiyoti butun dunyoga nisbatan bir yangi narsa. Bizga nisbatan bu yangi narsa. To'r adabiyot sohasida hozir ko'pincha she'r, nasr bir qadar ko'proq bo'lyapti. Bu she'r ijodiyati bilan nasr ijodiyati bilan shug'ullanayotgan qalamkashlarningki she'rlarningki hajmining qisqa bo'lishi, nasrlarning hajmining qisqa bo'lishi balkim ularning mushkillik asarlarni ko'proq to'g'ri yo'llashiga sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin. Yaqin oyog'i adabiy obzorlar, povestlar to'r adabiyot orqali avom bilan yuz ko'rishyapti. Balkim uzoq bo'lmay romanlarni to'r orqali barliq kelishi yoki to'r orqali o'qirmanlar bilan uchrashishi mumkin. Bu nimadan darak beradi deganda, oldin bir adabiyot sohasining jonlanishidan darak beradi. Ko'p xillashishidan darak beradi. Dunyoga yuzinishidan darak beradi. Bizning to'rlarimizda chiqqan narsalarni dunyoning har qanday joyidagi Uyg'ur tili yozig'ida chiqqan adabiy asarlarni o'qish qiziqadigan
bir o'qirman chiqib turgan ko'radigan imkoniyat berish. Shunga bu to'g'ri adabiyotning borliq kelishi mayli ijodiyat havaskorlar uchun yoki muntazam ijodiyat bilan shug'ullanayotgan yozuvchi qalamkashlar uchun bo'lsin yoki Uyg'ur tilida borliq kelgan adabiy asarlarni tadqiq qiladigan, o'qib huzurlanadigan qiziquvchilar uchun bo'lsin, kishini xushal qiladigan bir zamonaviy, zamonga loyiq, davrga mos bo'lgan bir yangi yuzlanish. Bunday yuzlanishga hammamiz aktiv pozitsiya bildirishimiz, qo'llashimiz, buningdagi ba'zi past taraflarni to'g'ri yetaklashga kuch chiqarishimiz kerak deb o'ylayman. Hozir bizning to'g'ri adabiyotimizda qanday ahvol bir qadar ko'p deganda mazmuni tezroq bo'lgan. Andan keyin adabiy asarlarni to'g'rilarga hozir bizning adabiyot havaskorlarimiz yoki to'g'ri adabiyotiga ishtirok qiluvchi qalamkashlarimiz orasida qanday bir ijodiyat xohishi saqlanadi deganda oldindan o'zining asarlarini to'g'ri yo'llash orqali muayyan darajadagi bahoni kutadi. Buningda bir qadar bas munozir qo'zg'agan asarlar bor, ammo hech qanday bas munozir qo'zg'ayolmayotgan asarlar bor. Mushu jarayonda yozuvchilarda yoki adib shoirlarda umuman adabiyot ko'chasiga anlardan qadam qo'yayotgan yoki adabiyotga anlardan ishtiyoq bog'lab ba'zi adabiy asarlarni borliqqa keltirib shuni xalqqa ham kitobxonlar bir ko'rib boqishgan degan orzuda bo'lgan qalamkashlar uchun aytganda matbuotlar darvozasini bekam ochilmaydi. Nima uchun deganda hozirgi matbuotlarda qanday xohish bor deganda tanlab olish imkoniyati bekam. 80-yillardagiga o'xshamaydi hozirgi matbuotlarning ahvoli. 80-yillarda yoshlarni tarbiyalashni, ijodiyot qo'shunini kengaytirishni, yosh kuchlarni taraqqiy qildirishni birinchi o'rin qo'yadi. Hozir yaxshi asarlar bizni tanlasin, yaxshi asarni biz tanlaymiz degan bunday bir xil qimmat qarash bilan jurnal boshqaradigan davr yetdi. Shunga yaxshi asar qanday bo'ladi deganda cho'qim pishqan, to'nilgan yozuvchilarningki qalamkashlarning asarlarini yaxshi asar, nodir asar deb qaraydi. Tabii nomi chiqmagan yoki adabiyot ko'rsatgan endidan kirayotgan yozuvchilar nisbatan ular e'tibor berib ketmaydi. Bu sohada adabiyotchilar qo'shinining ko'payishi adabiy jurnallar yoki matbuotlar uchun tanlab olish imkoniyatini kengaytirib ketgach, adabiy havaskorlarning o'zini damonliq matbuotlar orqali namoyon qilishiga cheklanib bor. Shunga bunday cheklanlikdan qanday olib o'tish kerak deganda to'g'ri adabiyot orqali olib o'tilmoqda. To'g'ri adabiyoti har kim o'zi yoqtirgan asarlarni o'ttirib qo'yib taqsim bo'layotgan bir keng imkoniyatga ega. Bunday imkoniyatning bo'lishi adabiyotchilar uchun qanday bir hayotiy kuchdan darak bo'ladi. O'zining o'y xiyollarini, ijodiy fikrlarini o'ttirib qo'ya oladigan, tegishli bahoga erisha oladigan bir imkoniyatlarni ta'min etadi. Shunga to'g'ri adabiyotning borliq kelishi yosh qalamkashlarningki adabiyot havaskorlarininki manevr qilib olish fursati, o'zini namoyon qilib olish, pishirib olish, kitobxonlar bilan, o'qirmanlar bilan tanishib olishning fursati. Bu tahrir bo'lmagan yoki tahrir bo'lgan taqdirda matbuotlarni qattiq o'tkal, qattiq boshqarish ichidagi tahrirlik bo'lmagan mana bir imkoniyat ichida o'zini rivojlantiradigan, xalq yuzlantiradigan yoki o'zini sinab boqadigan bir fursatlar ta'minlaydi. Shunga to'g'ri adabiyotda biz suyunib qabul qiladigan ham adabiyotimiz cho'qim taraqqiyot etgan bir zamonaviy soha, yangi soha, hayotiy kuchli soha deb aytamiz. Yalqinda bir qancha yillardan beri ana tilimizdagi nurg'un to'r bekatlarida, jumladan Diyorim To'rbekda siz bilan Farad Tursun to'g'ri intayin qizg'in dasmonatlar va talash tartishlar bo'lib kelyapti. Bir qism yoshlar sizlarning shaxsiy ziddiyat tufayli adabiyot sahnasida tutishib qoldi deb qaraydigan. Siz bu masalaga qanday tushuncha berasiz? Oldindan men bir adabiy obzorchi. Men adabiy obzorchilikdan shug'ullanganimga 85-yildan hisoblaganda 20 yildan boshladim. Oliy maktabda o'qiyotgan vaqtlarimda buni yozib e'lon qilish boshladim. Bir adabiy obzorchi uchun aytganda ma'lum avtorlarning asarlarini muayyanlashtirish, ma'lum avtorlarning asarlariga o'zining tanqidiy qarashlarini o'tirib qo'yish bu bir normal ahvol. Farad Tursun bilan ishlarning o'tirisidagi ish faqat davron o'qib ketish. Uning ustiga xaraktermi boshqacha tus olgan. Ham bu yerda shaxsiy ziddiyat tufayli Farad Tursunga shunday maqola yozib, unga qattiq tanqid yurgizganmi degan savolga tushib kelganda, mening beradigan javobim bu Farad Tursunningki O'limiz san'ati nomli kitobida o'tirib qo'yilgan masalani Faraddan boshqa har qanday bir odam yozgan bo'lsa,
Hatta benim bir olsa kardeşim yazgan bolsa ben bu meselede üzerinden tegishli qarashni o'tirib qo'yib, muvaqqat tanqid qilib olgan bo'lardim. Menimki O'luvli san'ati nomli o kitobga yozgan maqolamda pakitlardan to'liq. Men o birlig'ini masala emas, mushu masalaning o'tirib qo'yilishidagi barliq oq ko'rinishlarni Faradninki boshqa povestlardagi shu masalani keltirib chiqarishga asos bo'lgan nurg'un so'z jumlalarni bir ilib ko'z sharqlab batlar orqali mana mushundaq ideya, mushundaq ko'z qarashli odamninki mushu gapni deyishi haqiqat uyg'on. Bu qandaqdir men chaqirganman umrda davomidek unda oson tushundiradigan masala emas. Unda bo'lsa sening boshqa povestlaringdagi mushundaq so'z jumlalarni nimdan darak bo'ldi. Sen nemish hamma yerda o'xshash bir xil ideyaning nurini chaqirsan. Oxirisi kelib sen mushundaq odam mushundaq demay mumkinmi deyish to'g'ri. Shunga qarab bu O'luvli san'at haqida yozgan obzorimga qanday inkas qaytardi deganda normal inkas qaytardi. Normal inkas qaytarmaganligining o'zilligidan masalaning ig'irligini tushundim. Agar u ahvol mening yozganimdek bo'lmay, Faradning tushundigandek bo'lgan bo'lsa, bu vaqtcha menmo kishilarningki nafrat uchrab ketmaydi. Bir odamga nisbatan cho'ng bir gunohni yoki xatolikni o'tkazdi deb qaraganda biz uni yetarli pokit ko'rsatmasak, pokit ko'rsatmagan ekanmiz, hukmimiz o'zimizga kelib qoldi. Hukmimiz o'zimizga kelgandan keyin biz tuhmatchi, haqqi ziyonkashlikka uchraymiz. Biz shaxsiy ziddiyatni deb oxir hisobda o'zimizning putur o'zimiz balchiq bo'lgan yoki bo'lmasa o'zimizning o'tirib qo'ygan pokitlik hukmlarimiz titrab turolmay o'zimiz yenib qolgan ahvol kelib chiqsa, u biz biror dushmanimizni deydi yoki ma'lum bir ko'nglimizga mijozimizga yoqmagan odamlarni tanqid qilish orqali mushunda maqsad yetaman desak, u maqsad eksi unum berib dal o'zimizni kishilarning nazarida obro'y inoyatimizni tugaydi. Shunga bu masalada bunga qandaqdir shaxsiy ziddiyatni deb Farad Tursunning O'luvli san'ati degan kitobga shu obzorni yozganligim emas. Bu yerda menimki chiqish nuqtam Faradning o'tkazgan xatolar. Uning iddiasiga bir xil zaharxandalik. Uningki dunyo qarashidagi bugungi madaniy dunyo bo'lmagan, madaniyatli dunyoda har kim o'ziningki yaxshi ko'radigan narsalarni qadrlashga bir odam yana bir odamning diniy e'tiqodini hurmatlash yoki bo'lmasa uningga daxl qilmaslik, uni kamsindurmaslik bir shunday bir aqlli axloqqa xilof keladi deb qarayman. Bu Faradninki diniy e'tiqodi nima, u qaysi dinga e'tiqod qildi, men uni karim yo'q. Men uni boshqarish, uni ko'ngil bilish mas'uliyatim yo'q. Ammo u ikkinchi birovlarninki yaxshi ko'rayotgan, izlayotgan yoki e'tiqod qilayotgan e'tiqodiga chaqchaq qilsa yoki uni kamsindursa, uni haqoratlab qo'ysa, buni chidab to'g'riladi. Uning bir mazlam emas, boshqalarni chidab turmasligi kerak. Ammo men adabiy obzorchi bo'lgan ekanman, shu romanni o'qib, shu masalani bayqagan ekanman, uni pokitlik oldi o'tirib qo'yib, boshqalarninki nazardan o'tkazib, o'zimning hukmini muayyan asos pokitlar orqali dalillab, avomga yuzlantirib, muayyan tanqidiy ko'z qarashni shakllantirib, keyingi shu xildagi tentak yoki bo'lmasa iddiasi zaharxanda bo'lgan ba'zi yozuvchi qadamkashlarga azroq sayg'ish xarakterli ta'sir o'tkazish. Bu yerda qandaqdir shaxsiy ziddiyatning o'rganishi gavdalik emas. Uni yo'q deb aytsak samimiysizlik bo'ldi. Bizning o'rtamizda mijozimiz kelishmaydigan ishlar bor. Ammo mijozimizning kelishmasligi bir Farad Tursun bilan meni o'rtamda kelishmas. İjtimoiy munosabat chambargining ichidagi nurg'un kishilar bilan mening mijozim kelishmaydi. Menga o'xshash yana nurg'un kishilarning o'zining munosabat chambarigidagi nurg'un kishilar bilan mijoz kelishmaydigan ahvol bor. Bunda ziddiyatlarning hammasi bir qilgan oxir ahvol tarixini. Shunga mening u yerda O'luvli san'atiga bergan bahoyim yoki bo'lmasa shu asar ustidagi obzorim qaysi xil qushning turkisida yozilgan deganda hargizmi shaxsiy ziddiyatdan iborat mutlaq omilning turkisida yozilgan emas. U oldi bilan adabiyotga, jamiyatga, o'zimizningki aqida e'tiqodlarga, ma'naviy tuyruklarimizga mas'ul bo'lish, boshqalarda o'tayotgan xatoliklarga vaqtida raddiya berishdan iborat shunday bir mas'uliyat ustiga yuklangan. Shunga mening bu masalada Farad Tursun bilan ishimiz o'tirishga shunda talash tortishlarni xilma-xil tushundiradigan yoki xilma-xil tushunadigan odamlarga beradigan javobim shu. Men Farad Tursunning o'zini siz qanday qaraysiz deganda Farad Tursunning o'zi yaxshi tarbiya ko'rgan.
adabiy ijodiyat jihatdan yaxshi tarbiya ko'rgan, adabiyotga intayin ishtiyoq kuchli bor. Ammo buni mundaqcha aytganda bir xil iqtidorli qalamkash deb aytish bo'ladi. Ammo iqtidor degan hargizmi bir odamlarning ideyasining to'g'riligidan, fazilatining durustligidan, ba'zi ko'z qarashlarining sog'lom taraflardan darak ketmaydi. Iqtidor degan bir qurolga o'xshaydigan narsa. Masalan, qurol deganda bir tapanchani biz bir qurol desak, u tapancha bir bulanchining qo'liga chiqib qolsa, u boshqalarni bulaydigan, tahdid soladigan bir vosita aylanadi. U bir amonlik saqlovchining qo'liga chiqib qolsa, boshqalarning amonligini saqlaydigan, boshqalarga xotirjamlik ato qiladigan narsaga. Shunga iqtidor, bilim degan atalmish qurolga o'xshaydigan narsa. Gap bu yerda qanday ideyaning hukmronligida yoki qanday mudda maqsadning yetaklashida harakat qilishni iborat. Shu bilimni, shu qobiliyatni kim uchun qanday xizmat qilish masalasi va har bir odam duch keladigan, har bir odam o'ylaydigan narsa. Shunga nurg'unlari mana mushu dedi. Bu Farad Tursun degan talantli, shuna iqtidorli yozuvchilar. Uni roman yozsa, yoshlarning orasida roman yozgan odamlar ko'p bo'lmasa, shunday qalamkashlarga biz oldirab o'ynab qilsak qanday bo'ladi? To'g'ri, Uyg'ur adabiyotida romanchilik kechikib boshlangan janr. Butun dunyo bo'yicha hamda romanchilik eng keyinda boshlangan millatlarning birisi bo'lishimiz mumkin. Shunda tunigilg'am sharoitlar turmushdan qo'shilib, shahar hayotiga, o'ltiraq hayotga qadam olgan ba'zi millatlarning dunyoviy romanlari bor, dunyoviy yozuvchilari bor. Ammo bizda o'ltiraq turmushga shunda ming yillar ilgari qadam qo'ygan o'zining mukammal adabiyot tarixi va nurg'un yozuvchilar qadam kechirib o'tgan bir millatning romanchiligidan boshlanganiga talab yeri masalaga vaqt bo'ldi. Mushuning o'ziligidan bizni o'kindirdi. Shunga romanchilik sohasida qadam tayyorlayotgan har bir yozuvchiga ko'z qarachig'imizga asragandek asrab ko'nib muomala qilish bizning burchimiz. Gap mushular prinsip bo'lib qolsa, haqni asl-ustin bo'ladi. Bu yerda yana yozuvchilarga bizning qo'ydiganimiz oldidan o'zining xalqining hissiyotini hurmat qilish, o'zining xalqining manfaatini oldin o'ylashadigan bo'lish, adabiyotni milliylashtirish iborat masalaga ko'ngil bo'lish, atalmish iqtidor bilan cheklanib qolmaslik yoki boshqa vagonga chiqib qolib, xato vagonga chiqib qolib, halokat ulug'lamaslik masalasi. Xalqparvarlik, millatparvarlik, o'zining yurtiga kuyinish, xalqiga kuyinishdan iborat shunday ideyaning yetakchiligida u o'ltirgan vagon biz suyunadigan, alqishlaydigan, gul sunadigan vagon bo'ldi. Agar u har qanday bir yozuvchi o'zining xalqining, vatanining, yurtining manfaatini birinchi o'ringa qo'yadigan, shuning uchun kurash qiladigan, shuni ifodalaydigan, shular uchun xizmat qiladigan shunday bir ideyaning yetakchiligida yozuvchi bo'lmaydi ekan, uni biz boshqa bir vagonga chiqib qolgan yozuvchi deymiz. Undaq yozuvchi bizning nazarimizda aloqaga yozuvchi yoki bo'lmasa qimmati yo'q yozuvchi. Shunga bu Farad Tursunningki qalam qo'yib iqtidori bor deyishlarga men dedim, iblisning iqtidori bor. Iblisning uchun oldimda. Gap bu yerda bu bilim, bu iqtidor degan quroldan iborat. Bizning qo'llashligimiz uningdagi ideya. Agar uning ideyasi zaharxanda bo'lsa, xalq foydasiz bo'lsa, biz bunday ideyadan ko'rash qilamiz. Unda ideyaga vaqtida har xil yo'llar orqali, masalan, so'zlash, yozish orqali tegishli teksini beramiz. O'sha orqali adabiyotimizning o'zimizningki fikrimizningki yoki umum fikr o'rtoqligimizning soplig'ini, manfaatdorligini, unumdorligini qo'g'dab qolamiz deb o'ylaymiz. Shunga Farad Tursundan shikayatning o'tirishga, bu ziyatga bir kichik qiziqib ketdi. Bu ko'p qiziqishlarningki ko'p kimlar deganda oliy maktabdagi yangidan adabiyot havas qilayotgan yoshlar yoki jamiyatdagi yoshlar. Shu yosh qatlami 20 yoshdan oldi kelgandikilarda bu ahvolga qiziqish. Hamda bir jamiyatningki o'ttiruvchi madaniyat saviyasi yuqori ko'tarilmaydigan fitna fasodga, g'aybat shikoyatga yoki tuhmatlarga oldinib ketadi. Bir jamiyat o'ttiruvchi madaniyat saviyasi muayyan holat yetgan vaqtda fitna fasodlarga, pokisiz gaplarga, mantiqsiz so'zlarga oson ishonmaydigan bo'ladi. Anandakin normal tanqid bilan Vietnam, tuhmat chaplash shaklidagi tanqidlarning farqini ajratoladigan bo'ldi. Farad Tursunningki o'tgan yili eng oldinda diyorim to'rida jaholat bilan madaniyat o'ttirishga to'qinish degan bir maqolasi chiqqan. Bu asar chiqqanda men qarasam, shunda bir gap bor ekan.
yolqin dedi. Butun dunyo ma'rifat va demokratiyani tashabbus qilayotgan vaqtda jaholatni, diniy suiqasdni tashabbus qildi dedi. Ham shu gapdan men bu gapni o'zining bir gapiga qo'yib boqmas. Farad Tursun'nunki yana shu maqolalarda u Abdurim O'tkir, u tillamagan Abdurim O'tkir qanmidi, Zo'rdan Sabir qanmidi, Mamtun O'shur qanmidi dedi. Bu Mamtun O'shur, Abdurim O'tkir, Zo'rdan Sabirlarni tanqidlash ilm bilan demokratiyasi nuqtasidan aytganda bu to'g'rimi, xatomi degani to'g'ri. Mayli adabiyot tanqid nuqtasini olsin, mayli ilm bilan demokratiyasi nuqtasini aytganda olsin, bu mutlaq tanqidlashga, ularning asarida fikr yozishga tamoman bu cheklangan soha emas. Bu odamlarni cheklangan odamlar emas. Bularni tanqidlash bo'lmaydi, bularni tanqidlasa la'natgarda bo'ldi degan gapni ya adabiyot tanqidi yo'q, ya bo'lmasa munosabat hikmat bo'ladi. Bu ham kishilarning aniqligi. Demak, bu shunday odamlarni ilahlashtirish yoki bo'lmasa shaxslarni ziyoda ulug'lash orqali ularni tanqidlasa xato bo'ldi desa, bunda ko'z qarash nimadan darak beradi deganda, oldindan shu kishining o'zida demokratiya yangi yo'qligini bildiradi. İlim bilan demokratiyasini qabul qila oladigan ongni yo'qligini bildiradi. Agar Farad Tursun'da bir ilim bilan demokratiyasi iddiasi bo'lsa, meningki yozuvchi Zo'rdan Sabir, Abdurim O'tkir, Mamtun O'shur qatorli bir qism kishilarni tanqidlashimni u mening savalligim ustida ko'rsatmaydi. Men shularni tanqidlagan vaqtimda tanqidimning asosi yo'q bo'lsa, ular qilgan bo'lsam yoki adabiyotning estetikning prinsiplaridan chiqish qilmay turib qarab qo'yib tanqidlagan bo'lsam, mening tanqidlarimdagi to'yilmagan taraflarni, xatoliklarni inkor qilsa ko'z tutasi tamoman bo'ldi. Ular emas, butkul odamlar ko'z tutasi bo'ldi. Shuna Faradniki bu tanqidlamagan tillamagan deb tanqidmi demak. Bu tillamagan Abdurim O'tkir, Zo'rdan Sabir, Mamtun O'shurlar qolmadi degan gapning o'zi bilan oldidan aqalli ilm bilan demokratiyasi yo'q. Adabiy tanqidga o'lchamlarni bilib turib bilmaslig'idan shunday bir axloq holishini ifodalab qo'ydi. Shuna bizni jaholatning, diniy suiqasdning targ'ibotchisi degan odam demokratiyaga, butun dunyo demokratiyaga yoki ma'rifatga intilayotgan shunday sharoitda diniy suiqasdning yoki jaholatningki targ'ibotchisi deb bizga tuhmat qilgan oldidan o'zi oshqildik shaxslarni ilahlashtirish kerak. Aniq shaxslar ustidagi tanqid yoki bo'lmasa munozaralarni bu aqlli ish, adabiyot sohasida, ilm fan sohasida bunday munozaralar bo'lishi tamoman foydali deb qaraydigan bunday bir o'rin yetilishi kerak. O'shanda nimani ko'ryapman bo'ldi deganda, Faradda qanday bir xil ojizlik bor deganda, o'zining chiqish qiladigan, o'zining manfaati uchun to'g'rilanadigan gap bo'lsa, hamma o'ziningki manfaati to'g'rilanadigan gap bo'lsa, shuni o'tirib qo'yishga odam turadigan bir xil ojizlikni ifodali. Bu menimki hozirgi tushunishimda ma'naviy jihatga gumron bo'lishni ifodasi. Odamlarda ma'naviy jihatda gumron bo'lish, tushkunlashish, xohish alomatlari ro'shan holda ko'rilgan vaqtda u esida bo'lishga tegishli bo'lgan eng odatiy bir paxaldan narsa bo'ladi. Hamma narsani o'zi uchun xizmat qildirishga, o'zini oqlaydigan, o'zining to'g'ri deyishga urinadigan yoki o'zining ditaga yaqmagan kishilarga hujum beradigan omilga vositaga aylantiradi. Men mushuning o'zligini uning kallasida yetakchi prinsipni yo'q kelgan. O'zi himoya qiladigan, o'zi qo'g'daydigan muayyan axloq mezonlarni yo'q kelgan. Agar u bo'ladigan bo'lsa, muayyan axloq prinsiplari, muayyan mezonlar bo'lsa, mayli kishilar bilan do'stlashsin, mayli dushmanlashsin, davomli uning bayrog'i ro'shan bo'ladi. Demak, bayrog'ining ro'shan bo'lmay, bundan mujmal bo'lishi uning iddiasiningki ma'naviyatning gumron bo'lganligidan darak beradi. Bu uning hargiz do'tligidan yoki bilimsizligidan darak bermaydi. U biladi. Shu masalaning adabiyot, tarixi, estetika, psixologiya jihatdagi nurg'un masalalarda adabiyot uni men boshladidan yaxshi tarbiya ko'rgan, u muntazam tarbiya ko'rgan, xumushlik bo'ladi. Ammo ma'naviyatida iddiasida ezish ham gumron bo'lish aniqladi. Bu bundan keyin uning asarlari yana ro'shan ifodalandi. Ben uning asarlari izchil, eng qizg'in kitobxon sifatida o'qib turaman. O'qib, ashunadagi shu fikr qilish usulini, chiqish nuqtasini, muddasini davomli tahlil qilib turaman. Shular orqali men shu uning iddiasini ezish, ma'naviyatida bir gumron bo'lish alomatlari bor deyman. Bu yana uning bo'lgan shaxsiy ziddiyat tufayli emas,
men bilan ko'p talash tortish shakllantirib qilayotgan shu avtorning men bilan qarish qirg'oq bo'lgan ekan, uni o'ylanish doirani kirgizish, uning asarlariga yandan qarab, uning qobiliyati nerdan ketyapti, dunyo qarashida qanday o'zgarish bo'lyapti, shuni bilib turish. Bu yerda mana bir gap bor. Men uch podshohlik haqida qissa deganda ko'rgan. Shuningda Jo'gilyan og'zidan chiqdi. Bu shu Hanzo ideya xazinasiga bir mashhur so'z. Bir odamni 3 kun ko'rmasdan yanasi nazariga qaradi. Biz shu prinsip bo'yicha har qanday odamga o'xshamagan nuqtadan yoki bo'lmasa o'tgan yilgi odam bu yil yo'q. Bir yilning oldidagi, yarim yilning oldidagi odam hozir yo'q. Ularning ideyasida, dunyo qarashida, qimmat qarashida qanday o'zgarish bo'ldi, buni bilib turish kerak. Mening Paratning asarlarini shunday qizg'inlik bilan ko'rib turishimlik sabab, uning ideyasida qanday ijobiy yoki salbiy yuzini shakllanyotdi degan nuqta. Bu undan boshqa g'araz emas. Bu bir adabiy obzorchida bo'lishga tegishli burch ham mas'uliyat. Har qanday yozuvchining, nomishqa yozuvchining adabiy asarlariga qimmat yuzlanishini, ideviy o'zgarishlarni, uning mahorat jihatida ko'rilgan ba'zi alomatlarni bilib turish, adabiyotga qiziqadigan, o'zining milliy adabiyotni taqdiri qiladigan har qanday bir odamda bo'lishi tegishli aqlli mas'uliyat tuyg'usi deb o'ylayman. Yolsunka adabiy obzor yozuvchi shoirlarning ittifoqini buzib deb qaraydigan kishilarni bor. Siz bu masalaga qanday qaraysiz? Bu ko'z qarash normal. Buni hamma normal deganimiz to'g'ri deganimiz emas. Bizda ilm-fan demokratiyasi yetarli bo'lmagan, qarish fikrliklar kishilarningki inkosini ko'p anglab odatlanmagan bir jamiyatda cho'ng'igan yoki shunday bir muhit tutayotgan millat uchun yoki kitobxonlar uchun aytganda ba'zi talash tortishlarni ko'rib ham yozuvchilarning ittifoqlari buzilib ketdi, yozuvchilarning ittifoqlari buzilsa qanday bo'ldi, bu obzor degan haqni bujurni qo'llaganlar deydigan bunday qarashlar bo'lishi bu kishilarningki ilm-fanni, adabiyotni o'zing qonuniy tubini tushunishdan yetarli bo'lmaganlardir deb ko'radi. Adabiy obzor Uyg'ur adabiyotidagi eng ojiz oldi. Bu sohada so'zga til odam. Men shuning ichida. Men bu sohada deyarli xizmat qila oldim deb aytaman. Mening bu sohadagi xizmatlarim o'zimning orzusida emas. Ammo men shunday bir ruhni deyalaman, men tanqid qilishda. Men o'zim biladigan barliq qalamkashlarda tanqidga ko'proq bardosh beradigan, ham qarshi fikrdagi kishilarningki yezishini hurmat qiladigan, himoya qiladigan bir orzuqchiligim bor deb o'ylayman. Eng aqallisi yaqinda Eli Xo'jaxon mening o'sha qari bo'lish hayot degan asarim ustida bir inkos yozdi. Bu maqolani yozib diyorim to'rida yoki boshqa to'r bekatlarni hammasi e'lon qilindi. Shuni e'lon qilishdan ilgari ham Eli Xo'jaxon o'tilgan. Shunday bir o'xshamagan bir fikrni yozdim, sizdan qanday qilardim. E'lon qilgan dedim. Keyin bu to'r bekatida e'lon qilindi. To'r bekatida e'lon qilinib bo'lgandan keyin bir oy o'tmay men Eli Xo'jaxonga telefon berib, sening o'sha maqolani men munosabatli jurnallarga o'zim tunishtirib, o'sha chiqarishga yordamlashaydi. Eli Xo'jaxon buni xo'shallik bilan qabul qildi. Bu shu nimdan darak ko'rdi deganda bir aqlli axloqda darak ko'rdi. Bizda cho'qim qarshi fikrdagi kishilarningki barliq kelishini yoki bo'lishini himoya qiladigan, to'g'ri tushunadigan ilmiy ruh bo'lishi kerak. Men o'zimga qarshi fikrni bossam, men qanday bir xil demokratiyani yoki ilm-fan demokratiyasini targ'ib qilishga aylanaman. Oldindan shuni targ'ib qiladigan, shuni orzu qiladigan kishilar shu tanqidningki yoki shu munozirningki obyektda o'zi bo'lgan vaqtda buni ishkilanmay qabul qilishni bilish kerak. O'xshamagan fikrdan bo'lishi odamning obro'yini bir xil tushiradi. Yoki bo'lmasa uni ikkinchi galga masalada tushiradi. Bu faqat o'xshamagan fikrlar. Bu kishilarningki ko'z qarashini baytadigan, o'xshamagan nuqtadan tafakkur qilishga ilhom beradigan, masalalarning mohiyatini yoritishiga yoki tushunishiga imkoniyat tug'dirib qo'yadigan bir xil yaxshi yuzlanish yoki yaxshi qarash. Ammo biz boshda aytgandek, bunda bir xil demokratik havada yoki ilm-fan demokratiyasi keng tashab bo'lgan yoki shunga odatlangan bir havoda yetilib cho'ng'ilmag'achqa bizning bu jihatga tushunishimiz yoki buni qabul qilishimizda og'ir masalalar bor. Hozir
Hanzu yozuvchilar, shoirlar orasida bir-birini rahimsizlik bilan qamchilaydigan, tanqidlaydigan, bir-birlarining asarlariga yuz xotir qilmay turib, adabiyotni, millatning manfaatini chiqish qilib turib baho beradigan ish normal bir ahvol bo'ldi. Bu ularning o'tirisidagi ziddiyatni kuchaytiryaptimi deganda, ziddiyatni kuchaytirmadi, aksincha bir butun Hanzu adabiyotining yukselishiga bir hayotiy kuch berib keldi. Ben Uyghur edebiyatı deganda siz Tarım jurnalidagi bir asarga maqola yozib, boshqa bir jurnalga avvatsangiz ular bo'ladi. Bizning jurnalda e'lon qilinmagan asarga yozilgan maqola ekan, bu asar nima e'lon qilingan bo'lsa, shu yerga beringlar deb turadi. Shuning o'zi qarish fikrni yoki obzorni siliq rad qilish yoki bunga siliq qarish turish deydi. Biz nima bo'lsa, normal fikr bo'lsa-da uni bayon qilaversak bo'ladi. Hem bizde demokratik muhitda yoki ilm-fan demokratiyasi nuqtasida turib fikr qilishga yetarlik ahamiyat bermagan yoki odatlanmagan bir xalqda nima ko'rildi deganda, shunday bir xil imkoniyat hozirlangan vaqtda so'qinib kirib, lig'inam qo'sqidagi balki qo'saq ko'pigini chiqaradigan til ohonatlarni tevilib turgan turlarda yoki boshqa sohalarda shuning bilan foydalanish qanday bo'lgan bir nachar qilmishim. Bu tilli bilishning qo'lidan yetishganmaydi. Bu pek ojizlikning ifodasi. Buni tilli oldik degan, til degan pokit emas. Uni hech qanday yerda pokit sifatida qabul qilganim bo'lmaydi, chunki siz birsini tilligan ekansiz, oldindan o'zingiz sapoyangizning tugan ekanligini ifoda qilasiz. Tilli bilish orqali hech qanday masalani hal qila olmaydi. Hech qanday maqsadga yetib olmaydi. Shuna nurg'un xarakteri ojiz, ro'yati kuchak ba'zi to'rdoshlar shunaqa degim keldi. Sen mayli har qanday odamlar bo'lsin, tilli bilish orqali maqsadga yetamiz desanglar, bu ahmoqning yo'li. Tilli bilish orqali hech qancha unumli yo'lga yetilmaydi. Biz necha yillar ilgari yoshson, tuman ming yillar yoshson deganlarni yashab, tuman ming yillar yashamagan, tegishli yashagan. Yo'qolsin, itbeshini yanchib tashlayli deganlarni bu shiorlarimiz tufayli yo'qolib ketmagan. Masalan, Jungo 60-yillardan boshlab Amerikani shunday qattiq tilgan turibdi, 80-yilning boshiga yetdi. Shu vaqtda Amerikani cho'chitadimi degan cho'chitamagan. 80-90-yillarda Amerikani tillamadi. Jungo Amerikaga bo'lgan o'zining ko'z qarashlarini muvofiq shaklda olib bordi. Endi qanday qildi deganda Amerikani endi cho'chitdi. Hozir Amerika Jungoning taraqqiyotidan turli universal kuchidan cho'chiydigan, unga ahamiyat beradigan, buni dunyodagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy o'rniga ahamiyat berib, hurmat bilan qaraydigan holatga keldi. 60-70-yillarda Amerika jahongirligi oqib ketib, tillamagan tilimiz qolmadi, ammo Amerika buningdan qilich cho'chib qoldi, qo'shib qoldi. Demak, tillab ujuqtirib o'tayotgan bo'lsa, shu vaqt Amerika ujuqib qolgan bo'ladi. Ammo u vaqt tilning qilich unum bo'lmaganining ustiga tillamagan yillarda Amerika Jungoni tanilishga, Jungodan cho'chiyotganligini, Jungoning bosh ko'tarayotganligini e'tirof qilishni hozir o'zining diplomatiya ham siyosiy kun tartibiga kirgizadi. Jungoni dunyodagi bosh ko'tarayotgan davlat deb qaraladi. Ammo hozir Jungoda Amerikaga qarshi shunday bema'ni tillaydigan kayfiyat bo'lmasa u yo'q. Amerikani Saudiyadagi muhim ittifoqdosh, Jungoning dunyodagi ishlarida ba'zi hamkorlashib qiladigan bir xil siyosiy kuch deb bunday amaliy sifatlardan tayyorladi. Shuna endi cho'ng narsaga keladigan qoida yoki qonuniyat kichik narsaga o'xshashdir. Siz bir odamni tilli o'libligini maqsadga yetaman desangiz, o'xshashlardan bu o'zingizning ojizligini ifodalaysiz. Umuman tillash ojizlarning qo'liga. Kuchliklar tillab shuni. Shuna bu yerda biz bu to'rdoshlarga har qanday odamga nisbatan o'zining qo'saq ko'pigini chiqarib olish, tilli olish, masxara qilib olish shaklilarni o'rtaga chiqishini oldidan o'zining o'xshamagan ko'z qarashini ifodalaydigan, o'xshamagan nuqtadagi o'yinlashlarini uchrashtirib qo'yadigan shaklda ifodalashga o'zgartib qo'yishni maqsadimiz. O'xshamagan shakldagi ko'z qarash yoki o'y fikrlar bizning ko'z qarashimizni, tafakkurimizni bayqaydi. Bizning shu masalalarning mohiyatini tushunishimizga turtki bo'ladi. Ammo tillash deganda hech qancha unumi yo'q. Bu til ahamiyatlarga yoki tilni qo'saq ko'pigini chiqarib olgan quruq hikmat namlarga kulib qo'ysangizlar, u ya yarim oydan keyin yo bir oydan keyin o'zining kuchini yo'qotib havoda to'zib ketadigan narsa.
Ammo pokitlik munozara yoki kishilarni qoyil qiladigan bir ko'z qarashchi deganda buning ta'siri nurg'un kishilarga bo'ldi. Nurg'un kishilar shu ko'z qarashdan, shu qimmat qarashdan, shu pokitlik xulosa yoki yakunlarning ta'siriga uzoq mezgilgacha uchraydi. Shunga biz iloji bor kishilarni muayyan pokit dalil isbotlar ustiga qurilgan xulosalar bilan ta'sirlantirish, o'ylantirishga vaqt chiqarishimiz va zehnimizni shunga sarf qilishimiz. Hargizmi bir-birimizni til bilish orqali qo'saq ko'pimizni chiqarib olgan bunday ojiz odamlarga xos yo'llarni tutmasligimiz kerak. Bu oldidan bizning ma'naviy safa jihatdan demokratiyaga mos kelmaydigan odam degan obrazni shakllantirishimiz sabab bo'ldi. Demokratiyaga mos kelgan odam qanday bo'ldi deganda, u ham harakatini, so'zini muayyan idrok, ham logika, ham qonun ustiga qurgan bo'ldi. Muayyan idrok, logika, qonun ustiga qurilmagan undaq xulosa, undaq bayon, undaq ko'z qarashlarning hammasi u ömürgüte yakınımızda erzemes narsa. Kişilerin failini kullanmaydı, özümüzün safhasına yetirilmeliğini de yapıyor. Şuna bir ilim-fen demokratiyasiga xos ma'naviy obrazimizni shakllantiramiz deydiganmiz, ko'z qarashlarımızda fail qilish kuchi bo'lsin. Fikrlarimizda dalil isbotlar to'liq yetarli bo'lsin. Eng muhimi ilmiy pozitsiya bo'lishi kerak. Mushundaq jarayonda o'xshamagan fikrdagi kishilar ziddiyatlaşib qolsa, bu hükümeti taşımaz. Ziddiyatdan saqlanılgan jamiyatda. Men Ali Xo'jayev bu o'zim telefon berib asrani e'lon qilayotgan debdim, yoki e'lon qiladigan yordamli shay ba'zilar tunishtiray debdim. Ammo shunday deydigan odamlar qancha? Ba'zilar so'qishib yurishi, tillab yurishi, ziddiyatni olib o'tishi mumkin. Ammo biz ziddiyat olib ketadi deb adabiy o'zgarishlikqa yoki munozara muhitiga sal qarasak, munozaraning shakllanishiga ahamiyat bermasak, o vaqt shakllangan ziddiyat yoki keladigan ziyon texnik cho'ng. Demak, bir millatningki tafakkuri, bir jamiyat kishilarininki fikrini o'tkirligi qanday ahvolda shakllantirilganini o'xshamagan ko'z qarashlarninki uchrashishi, munozaralarning davomli bo'lib turishi ichida anandakin shakllangan. Shunga qo'yib ittifoqni buzdi deydigan atalmish qarash bu kishini tashxislantiradi. Bu ittifoq deganda nurg'un odam qanaqa qaraydi deganda, yozuvchilarninki, yozuvchilar ustiga ketayotgan gap. Yozuvchi shoirlar bir yerda papat tomoq yesa, birga ariq ichsa, buni ittifoq deb qaraydi. Bu ittifoqlik emas bu. Bu atalmish o'zini aldash yoki bo'lmasa ariqkashlikni shunday quruq faransalikninki bir bahonasi. Agar yozuvchilardagi ittifoqlar qaysi nuqtada ifodalanadi bo'lsa, bir-birining asarini astoydil o'qib baho berish ifodalanadi. Ben nurg'un yozuvchilarni bilaman. O'zlari bir-birining asarini o'qimaydi. Romanni chiqsa romanni o'qimaydi, boshqa asarlar chiqsa o'qib qo'ymaydi. Ammo kunda birga tomoq yeydi. Kunda birga ariqchida bo'ladi. Kim o'lsa shuni nazarasiga boradi, kim to'y qilsa shuni to'yi boradi. Siz uning ko'chada ketayotgan, oshxonada kakirib, kulishib, tomoq yeb, kekirishib o'tirib, ariqchayotgan holda qarablangan ular ittifoq desangiz, bunday ittifoqlar atalmish ittifoqlar. Tushkunlashayotgan odamlarning ittifoqlari. Ma'naviyati bo'sh odamlarning o'zining ma'naviyatidagi bo'shlikni to'ldirishni qilayotgan bir ahmoqona harakatlarga urinishlar. Bugungi kunda vaqt shunday aldirash bo'lsa, qiladigan ish shunday ko'p bo'lsa, kunda birga tomoq yeb, kunda birga ariq ichib, so'kildab yurish, bu tushkunlashganlikmi, bekordalikmi deganda bu bir xil bekorlik. Bu bir xil tushkunlashganlik. Agar o'zining mas'uliyatini to'g'ri taniydigan yozuvchilar bo'lsa, o'zining sohasidagi eng yangi uchurlarga, eng yangi yo'nalishlarga hushyor turish kerak. O'zining atrofidagi do'stlarininki, yozuvchilarninki asarlari chiqsa, o'qib ashunday tegishli javob berish kerak. O'shunday javob berish shakllangan vaqtda anandan hammadan obzor chiqib ketadi. Chunki har qanday bir asarni o'qib, muayyan bahoga kelmaydigan odam bo'lmaydi. Ana shu baholarni birinchi qatim o'tirib qo'ygan vaqtingizda balkim bek saviylik o'tirib qo'ymasligingiz mumkin. Bara-bara sizning so'zlaringizga bir xil ilmiy metod yetilgan bo'ldi, so'zlaringizda bir xil ilmiy tus qo'yilishdi, baholaringiz muayyan paket yoki dalil ustiga qurilgan bo'ldi. Shuna bir jumla so'z orqali ba'zi romanlarga baho bergan bo'lgandek, biz umumiy jamiyatda kishilarningki asarlarga shunday o'xshamagan nuqtadan baho beradigan bir kayfiyatni shakllantirsak, kishilarni anandan o'xshamagan qarashlarni qabul qila oladigan bo'ldi. Bu ittifoqlikni qo'rqdan-qo'rq ta'kidlab, o'zgarishlikni, o'xshamagan ko'z qarashlarni bosadigan ilm-fan demokratiyasiga xilof bo'lgan bunday bir kayfiyatni
şekillendirip koyuşdan olduğunu alın oldu da. Şu an benim ahirki hulas karakterli fikrim edebi obzorunun buluşu herkes zaman yazgıcı şairler oturistiki ittifaqsızlığa sebep olmuyor. Sebep bolsun hiç kutu yok. Ama çoğun cihetten faydını kim aladı degende ilim ben demokratiyasiga ahamiyat bergan o'xshamagan ko'z qarashliklarga yo'l qo'ygan xalq yoki millat o'zininki adabiyotini ilm-fanni taraqqiy qila oladi. Qarshi fikrni bosqanlar o'xshamagan ko'z qarashliklarga o'chmanlik saqlagan odam bo'ldi ekan. Bu ham ilmiy safasi bo'lmagan odam, ham ilmiy havosi yetarli bo'lmagan jamiyat. Shu an meni ta'kidlaydiganim adabiy obzorning shakllanishi undaq ziddiyatlarni keltirib chiqarsimi, mayli uningga ishlash kerak yoki to'g'ri tushunish kerak. Ammo cho'ng jihatdan oladigan foydani qurbon qilmaslik kerak. Yalqinqa hozir populist maqol yozuvchilar bir qadar ko'payib qoldi. Lekin gangirab turgan yoshlarga ilhom bo'lgudek biror ko'p so'zlar oz bo'lyotdi. Sizningcha bularga yo'l ko'rsatib beradigan, ilhom baxsh etadigan fikrlarni qanday o'tirib qo'yiladi bo'ladi? Populist maqollarninki ko'p yozilishi umuman bir millat, bir jamiyat krizisga duch kelganda, turli masalalarda krizis his qilganda ko'proq yoziladi. Jungoda 4-may erkitildan keyin Loşun, Xo'shi qatorliqlar turli maqolalarni, Kulliyatun, Zavoldan yozgan. Shu vaqtda Jungoda ig'ir krizisga duch kelgan. Ham ko'plagan nadir asarlar shu vaqtda barliq kelgan. Mutafakkur yozuvchilar barliq kelgan. Bizda hozir 90-yillardan boshlab andan keyin populist maqolalarda bir xil ko'payish yoki bu jihatda qalam tartilganlarning soni ko'payadigan bir ahvol shakllanyapti. Biz qanday krizisga duch keldik deganda biz bir axloq krizisiga duch keldik. Turli qimmat qarash krizisiga duch keldik. Ideya jihati tanqaydigan bir krizisga duch keldik. Andan keyin avlodlarni tarbiyalash masalasiga duch keldik. Biz avlodlarni tarbiyalash, avomni yetaklash yoki bo'lmasa yana bir qimmat qarashini shakllantirish kishilarning ideyasiga zamonga xos bo'lgan ba'zi ilg'or tarkiblarni qo'shish jihatida biz xalqlardan keyin qolganligimizni his qildik. Mana shuning o'zi biz duch kelgan krizis. Demak, mana shunday krizislarni qanday shaklda hal qilish kerak deganda, hal qilib bo'lgan barliq omillardan foydalanish kerak. Buning ichida unumi eng tez bo'lgan, eng tez kishilarningki tafakkurga ta'sir ko'rsatadigan, ro'yatiga ta'sir ko'rsatadigan vosita nima deganda populist maqollar. Populist maqollar masalan bevositaroq o'tirib qo'yadi. Ochiqroq o'tirib qo'yadi. U adabiyotningki boshqa janrlarga o'xshash, masalan she'r, hikoya, nasrlarga o'xshash san'atlashtirish shaklida o'tirib qo'ymasdan bir qadar muloyiza ko'p bo'lgan yoki xulosa xarakterli, hukm xarakterli gaplar ko'p bo'lgan shaklda o'tirib qo'yadi. Shuna populist maqollarninki unumi tez bo'ladi. Hozir kishilarninki vaqti tezich. Turmushdagi, hayotdagi turli tirikchiliklar tufaylidan ishlar bek aldirish. Shuna ko'p qismli romanlarni yoki cho'ng asarlarni o'qish orqali ba'zi yakunlarni, ba'zi xulosalarni, ba'zi qimmat qarashlarini egallashga ularninki vaqt yordam beradi. Ammo populist maqollar deganda o'zining ixcham ham chaqqon shakli orqali kishilarni bu jihatdagi ehtiyojini qondiradi. Siz ta'limlash o'rinli bo'lamdi, Jungo millatlar bo'lamdi yoki Shinjang madaniyat bo'lamdi, boshqa o'xshash ba'zi jurnallarni uxlashdan ilgari yarim soat yoki 1 soat vaqt chiqarib yotqanni kirib turib o'qisangiz, har kuni birdan o'qib olsangiz, bir yilda 300 dan ortiq populist maqolani o'qib olasiz. 300 dan ortiq populist maqoladagi ko'z qarashlarning bir eng kam bo'lganda 3-4 sizga azib qolsa, hayotingizga bir qo'lchirab ketadi. Shuna bu yerda populist maqolalar bizning qimmat qarashimizni, dunyo qarashimizni, kishilik qarashimizni belgiladigan intayin muhim bir janr. Buning ko'payishi bizni o'kindirmay, aksicha xushal qiladi. Ammo qanday qilganda yoshlarning dunyo qarashiga, qimmat qarashiga ta'sir ko'rsatadigan, ilhom baxsh rol o'ynaydigan ko'z qarashlarni barliq keltirgan oldu, o'tirib qo'ygan oldu degan masala kelganda, mening deydiganim bunday. Dunyoda deyilmagan gap yo'q. Barliq eng yangi ko'z qarash degan ko'z qarashlarni allburun boshqalar o'tirib qo'yib bo'ldi. İnsaniyat tarixidagi mutafakkurlar, turli donishmandlar o'zining necha ming yillik tafakkur tarixida insoniyatning kishilarga yo'l ko'rsatgudek, angushtar o'qidek yoki bo'lmasa kishilarga ilhom berishda ko'z qarashlarni o'tirib qo'yib bo'lgan.
bizning Uyg'ur qalamkashlarning o'tirib qo'yayotgani qanday narsalar deganda faqat shularninki o'zimizning talaffuzi o'zimizning tili orqali o'tirib qo'yilish. O'tirib qo'yilish shakli bilan o'xshamaydi. Ammo gapning mag'izi, negizi, javhari tomonan o'xshash. Bu jihatda men hech kim deb bo'lmagan bunday bir ko'z qarashni o'tirib qo'yayotgan, insoniyat tafakkur tarixidagi yana bir o'ylanish bu deyishga jur'at qila oladigan bir qalamkash yo'q deb qarayman. Bu tafakkur tarixida muqaddas tekist degan bir atalg'u bor. Muqaddas tekist degani hamma dona ko'z qarashlar, ulug' ideyalar allburun bir muqaddas tekst oldida o'tirib qo'yilib bo'lgan. Undan keyingi so'zliklarning hammasi shu tekstning ko'paytirilgan, takrorlangan holida faqat takrorlash saviyasi yoki takrorlash uslubi o'xshamaydi deb qaraladi. Bu umumiy bir ko'z qarash. Shuna bizningki qalamkashlarimiz o'zimizning ona tili, ona tafakkuri, ona muhitida ba'zi o'zi duch kelgan krizis masalalarni hal qilishning ko'yida bo'lishi bu tomonan to'g'ri tushunishga bo'ladigan bir arziydigan amr. Shuna oblast maqolalarning ko'payishini qarshi olish. Buningda o'qirmanlarning ehtiyojini chiqish nuqtasi qilishni birinchi o'ylanish nishoni qilish kerak. Men cho'qim hech kim deb bo'lmagan fikrni o'tirib qo'yaman deydigan bir asabiy orzuda bo'lmasligi kerak. Mayli boshqalar degan bo'lsin desam, men o'zimning shaklida bir deb, o'zimning xalqining qalbiga, o'zimning uslubi, metod orqali bir yetkazman deydigan bunday bir ideya. Bunday bir qizg'inlik bo'lsa, bo'lmasan gapimiz. U bir fikr bir necha odamningki idisidan chiqqan vaqtda o'xshamagan bezilish hissida chiqadi. O'xshamagan shaklda, o'xshamagan metodda chiqadi. Siz yozgan bir asarninki kishilarga ta'sir ko'rsatishi yana bir qalamkash yozgan asarninki kishilarga ta'sir ko'rsatishidan farq bo'ldi. Garchi fikringiz o'xshash bo'lsin. Nima uchun o'xshash fikr o'xshamagan unum paydo qildi deganda ashada sizning mahoratingiz, shu masalani o'tirib qo'yish san'atingiz birinchi rol o'ynaydigan omil bo'ldi. Shuna biz qanday asarlar yoshlarga bir ilhom baxsh rol o'ynaydigan yaxshi asarlar bo'ldi, qanday fikrlarni o'tirib qo'yish kerak deganda biz haqninkini kam ko'lamda qazishimiz, o'rganishimiz kerak. Shunda o'rgangan narsamiz ko'p bo'lgan vaqtda haqlarning o'tirib qo'ygan fikrlarini o'zimizning ehtiyojiga mos qilib turib, o'zimizning sharoitida o'tirib qo'yib, qarindoshlarimizning qalbini ta'sirlantirib, shularga yana bir qimmat qarashi yoki bir xil yana bir ideyaningki sho'lisini yetkazadi desak bo'lgan boshdan o'z bir g'alaba. Shuna izlangan kishilar insoniyat o'rtaq bo'lgan barliq ideya g'azinalardan bahramand. Buni shu asal arasidagi asal sharisini yiqqandan biri shu. Har kim o'zi xohlagan yoki o'zi qiziqqan doiradan ma'lum shirinlarni yig'ib o'zining qarindoshlariga usuns bilan bo'lgan. Buni endi publistik maqolalarni yozuvchilar o'zining bilim asosini kengaytirish qilishi, o'ylanish, o'rganish doirasini kengaytirish kerak deb ta'riflashadi. Siz ko'p o'rganmay turib, ko'p o'ylanmay turib, boshqalarningki ideyasi bilan keng uchrashmay turib, ba'zi ideyalarni o'tirib qo'yib qo'ysangiz, u ideyangiz yarim yalta bo'lib qoladi. Tozaligi kishilarni qoyil qilish kuchi yetarli bo'lmaydigan ahvollar ko'p ko'radi. Shunga kishilarning qoyil qilish kuchi kuchliroq bo'lgan, kishilarni bir o'yga sola oladigan, ularning qimmat qarashiga ta'sir ko'rsatadigan, ularning harakat odatlarini o'zgartishiga bir turtki bo'ladigan ba'zi ko'z qarashlarni o'tirib qo'yish uchun ko'p asarlarni o'qishga, o'rganishga, ashlangan javharlarni o'zlashtirish orqali o'zimizning xalqiga xizmat qildirishga tirishishimiz kerak. Bir qism yozuvchilar mangulik filmlarda emas, o'tkinchi filmlarda maqola yozishga kelib ketdi. Bir qismda hadisalar qizlar chechim kesdi, qisqa yupkaydi degandek aytlash xarakterli maqola yozishga kelib ketdi. Sizning uchun shunday maqolani rol bo'ladimi? Bu yerda bunday bir nozik masala. O'tkinchi tema degan. Bizda hozir odamni asos qilish kerak degan bir gap turib qoldi jumla. Bu odamni asos qilish kerak degan gap hech gap emas. Hozir Jungo'ningki munavvar ziyolilari Jungo qanday qilganda odamni asos qilgan jamiyat qurib chiqalaydi. Buning qanchalik vaqt ketadi degan masalani muzokara qilib, agar Jungo hukumati iqtisodni tutgandek ahamiyat berib tutadigan bo'lsa, 20-yillarda Jungo odamni asos qilgan jamiyat bo'lib qurib chiqadi. Shundan demak odamni asos qilgan jamiyat qurishning
cho'ng qurilish kerakmi. Buning asosan bir qatimliq shuar bilan, bir qatimliq bir harakat bilan barliq kelmaydiganligini ko'rib olganman. Unda bo'lsa mangulik temalarda odam asos qilinib, o'tkinchi temalarda odam asos qilinmamdi deganda har ikkisi odam asos qilinadi. Shunga hamma yozuvchi mangulik temalarda asar yozib kelishadi. Bizda o'tkinchi temalarda asar yozadigan yozuvchilar bo'lishi kerak. Berlik prinsip nima deganda odamlar uchun foyda bo'lsin. Demak, odamni asos qilish, odamlar uchun foydali bo'lsa, xalqqa manfaatli yetkazsa, mayli mangulik temalar bo'lsin, mayli o'tkinchi temalar bo'lsin, hammasi kerak. Bu yerda o'tkinchi temalar keraksiz, mangulik temalar kerakli. Shuna o'tkinchi temalarga o'tkinchi temalarda asar yozish, yahud avvalistlar degan qarash bo'lsa, buni to'g'ri deb aytmayman. Prinsip odamga foydali bo'ldi ekan, odamlar asos qilingan bo'ldi ekan. Mangulik temalarda bo'lsin, o'tkinchi temalarda bo'lsin asar yozishni arziydigan emgak. Foydali emgak, zarur emgak deb qaraymiz. Ham bir qism yozuvchilarki, hadisli qizlar chechini kesdi, qisqa ko'p keldi degandek ayıplash xarakterdagi maqolalarni yozish odatlanib ketdi degan qarashimiz. Buningda biz masalani ikki nuqtadan tushuntirishga to'g'ri keldi. Biri qisqa yo'q kiyish yoki bo'lmasa chashni qisqa qo'yishning o'zi qonunga xilof desangiz qonunga xilof emas. Jamiyatni boshqaradigan, jamiyatning tartibiga kafolat qiladigan turli qonunlar. Buning ichida bizning ko'proq o'yinligimiz qonun. Bu qonunga xilof emas, ammo o'zimizning milliy an'anasiga, urf odatiga, aqida e'tiqodlariga buni yuzdan bo'lganda cho'q deganda ba'zi sal chekdan oshgan kiyinish odatlarini qabul qilib bo'lmaydi. Bir millat qabul qilgan bilan yana bir millat qabul qilmaydi. Yani bir rayon qabul qilgan bilan yana bir rayon qabul qilmaydi. Demak, qabul qilish bilan qilmaslik shularninki ba'zi go'zallik o'lchamlariga, turmush qarashlariga, urf odatlarga, aqida e'tiqodlarga munosabatli narsa. Bu yerda biz qaysi ijtimoiy to'pga tava bo'ldik ekanmiz, oldindan shu ijtimoiy to'pning manfaatini, axloq, aqida, go'zallik odatlarini hurmat qilish biz uchun aqalli burch bo'ladi. Siz mushunchalik bir o'zingiz tava bo'lgan ijtimoiy to'pga qurbon berish ingiz bo'lmasa, hamma ishimning orzuim bo'lishi kerak. Ham bu degan shaxsiy erkinligim davasa u to'g'ri, qonun nuqtasidan to'g'ri. Qonunda aytilmaydi dedi. Ammo biz hurmat qiladigan bir kuch bo'lishi kerak. U nima deganda o'zimiz tayyor bo'lgan ijtimoiy to'p. Biz shu to'pning manfaati bilan ashlarning go'zallik, axloq, aqida, e'tiqod o'lchamlarini hurmatlaydigan bir odatni yetkazsak, biz hamma ishda mutlaq erkinlikni qo'llashadigan, xayolimizga kelganini qiladigan bu hayot degan qonun doirasida bo'ldi. Qonun xilof qilmasam ham bo'lmadi. Mening bunday kelishim, bunday yasanishim sanamiz ziyon keltirdi. Desangiz, yoki shunday degichlar bo'lsa, ijtimoiy to'pni unutib qoldi. Shuna bir jamiyat degan bir qonundaligini tarkib topmaydi. U bir ijtimoiy to'pning manfaati, axloq, go'zallik qarashlari mushlardan tarkib topadigan bo'lsa, bizda yana shu to'pning manfaatini hurmat qiladigan. Shuning uchun o'zimizga nisbatan ozroq cheklim bo'lsa-mu, ba'zi bir orzu havaslarimizga muxolif kelsa-mu, ikkilanmay qurbon beradigan bir ruh bo'lmasa, biz shaxsiyatchilik xohishi bir kuchli odamlardan bo'lib qolamiz deb o'ylayman. Mening o'zimning qarashim. Shuna ba'zi yozuvchilardagi oxir narsani tanqidlash balkim shu ijtimoiy to'pning manfaatini, go'zallik qarashini, axloq, aqida, e'tiqodlarini hurmat qilish nuqtasidan chiqib berayotgan bo'lishi mumkin. Endi bu masalaning bir tarafi. Ikkinchi bir tarafda shu xildagi asarlarni yozuvchilarningki yozish metodidagi. Agar u sizni tuz ayblasa, siz buni qabul qilolmaysiz. Hech qanday odam uzun chiqqan ayblashni qabul qilolmaydi. Hatto qarshilashadi shuni. Siz uni ta'sirlantirarlik, qoyil qilarlik, muayyan dalillar orqali, dalil isbotlar orqali uning oqibatini bundan keyingi bunga ko'rilishi mumkinlik bo'lgan ba'zi ahvollarni ko'z oldiga keltirib turib, bu masalani o'tirib qo'ysangiz, u o'ylanishi mumkin. To'xtamay o'yinni faqat. Bugun o'ylansa, kelajagida amal qilish mumkin. Agar bo'lmasa, sizga o'zining bir ko'z qarashlarini o'tirib qo'yib, meningcha bu jihatda bunday bir xil qarashlarim bor deb texnik jamiyatning ko'z qarashini beyta oladigan bunday bir inkaslarning kelajagini foydali qilish mumkin.
Şuna ben bayağı publistik maqalalarga bo'lgan ko'z qarashimdan dedim. O'zining ko'z qarashlarini undan yuzlab o'tirib qo'ydigan ahvol bizda qilgan. Şuna pek odil o'tirib qo'yish, qip yalang'och tanqidlash shaklida o'tirib qo'yish, dalil faktlarni yetarli to'plamaslar bundaq maqolalarni unum bo'lmaydi. Kishilarni zeriktirib, teriktirib qo'ydi. Yalqın kasırtımız intayin yaxshi davomlashyapti. Shu topda men sizdan shunday bir savol so'ragim kelyapti. Sizning biz qandaqlarcha naqsh usulini o'qib qoldik. Zada qandaq analar bo'ldi. O'sha qaror ochiq xat qatorliq maqolalaringizda nihoyat ko'p rasm-munozir bo'lyapti. Bo'lib o'sha qaror ochiq xat degan maqolangiz ustidagi munozara hali ham davom qiladi. Lekin siz bu shaxta hech qanday inkos qaytarmadingiz. Bu shaxta bir so'z aytgan bo'lsangiz. Ben bu maqolalarning hammasini matbuot e'lon qildim. Hech qaysini o'zim tor betiga yo'llagan emas. Tor betlarga qiziqishlar yo'llab qo'ydim. Bumi shu qiziqishlarniki mushahdagi munozaraga o'sha asardan qatnashtirish yoki o'zining mushu bir munozara qilgan temagan deb qaragan nuqtasidan bo'lsa kerak. Hozirgacha bu asarlar ustida munozaraning ko'p bo'layotganligi rost. Ben nima uchun mushu munozaralarga darhol inkos qaytarmayman yoki birdillam kirib tushuncha bermayman deganda oldi bilan men bu asarni o'ylanib yozgan ekanman. Bu asarniki zilzilni ko'rib chiqishim kerak. Boshqalarning uningga qo'llash, qarashtirish fikrlarini to'liq anglab chiqishim kerak. Qandaqto ma'lum kishilarningki qarshi fikrini anglab ulug' ketib, voy men chatoq bo'lgan bo'ldi, mening ko'z qarashim burunlanib ketdi, mening obro'yimga ta'sir etdi, oq ko'k desam, bu bir tantaklik bu. Tantak odamlarning qiliqi deb o'ylayman. Jamiyatga o'xshamagan fikrdagi kishilarningki deydigan gaplarning hammasi deyilib bo'lgan vaqtda anandakin oxir hisobda fikrning salmiga bir o'ringa markazlashadi. Masalan, o'sha qariga ochiq xat degan o'sha asar e'lon qilingandan keyin munozara 40% bo'ldi deganda 60% nima bo'ldi deganda tilaqarat bo'ldi. Men shuni chidayapman. O'xshamagan fikrga emas, hatto tilaqaratga ham pisandim tillasan tillab dedim. Çünkü ben bu maqolani bir yil o'ylash orqali yozdim. Buni qanday shaklda o'tirib qo'yish, buni qanday yetkazish masalasi. Shunga bu mening bir oqshomlik hayotim, tantakligim yoki bu oldikini o'ylamasligim emas. Bir yillik shuning qanday usulda, qanday metod, qanday usul bo'yicha bir yetkazsam kishilarni shu masalaga bir qatnashtira olmayman, o'ylanadigan temaga aylantira olmayman degan nuqtada o'zim shunday yozib chiqqan. Men ko'zga uning yetdim. O'xshamagan fikrdagilar fikr qatnashtirdi. Fikriningki oxir salmo nima bo'ldi deganda men qarasam, odam bilan hayvonni solishtirishning o'zi logikaga xilof, buning xilof, buning xilof degan bo'ldi. Boshqa cho'ng masala bo'lmadi. Umuman qarshi to'g'rislarningki, qarshi fikrdagilarningki ko'proq yepishib olgan yoki ko'proq inkos qaytargan nuqtasi ham o'zining to'g'ri fikr qilyapmiz deb ishga chiqargan nuqtasi shu bo'ldi. Odam bilan hayvonni qanday solishtirgan oldu? Bu ikkisi o'xshamagan tur tursa solishtirishga muvofiq kelmaydigan obyektlar tursa dedi. Yani bular o'ylamadiki, Uyg'ur xalq maqol tamsilidagi o'zidan maqturib baqsa, hayvon bilan odamni, hayvon bilan narsalarni solishtirgan nisbat ko'p. Masalan, hunari yo'q erdan makiyan to'qi yaxshi degan bir tamsil bor. Bu hunari yo'q erdan makiyan to'qi yaxshi deganda dal odam bilan hayvonni solishtirish. Atalmagan erdan atalgan do'ng yaxshi degan solishtirish bu odam bilan narsani solishtirish. Tağamdan tağa yaxshi, ammamdan baran yaxshi degan solishtirishlar. Bumi odam bilan narsani solishtirish. Shuna bu yerda solishtirish bo'lmaydi deganlarning hech qanday asosi yo'q. Uning ustiga mening u yerda solishtirayotganim qandaqdir Bekxon bilan ishlangan qaysi ustun turdi degan masala emas. Men ularni bir xil simvollik ma'noda o'tirib qo'yish orqali kishilar kutmagan nuqtadan yangicha bir shaklda yetkazish orqali kishilarni shu masalaga diqqatini jalb qildirib, o'zining milliy manfaatini, o'zining xalqining, vatanning manfaatini birinchi o'rin qo'yib turib, oldin o'ylashdigan nishon qo'yib turib, fikr qiladigan bir odatiga turtki bo'lmoqchi. Ammo nodon odamlar xil ko'pkan. Men o'zim shu maqolamda degan nodon o'qirmanlar qo'shini bizni xallo bor deb. Nodon o'qirmanlar emas, nodon doktorlar, nodon yozuvchilar bizni xallo. Biz madaniyat tanqidlarini istab qolsak bo'ldi. Madaniyat tanqidlari mezgilida davrning xatoliklari hammadan qoplab ketgan
shundoq bir vaqtdami shu davrning xatoliklarini to'lib yetadigan shoirlar qalamkashlar bizda tayinli bo'lgan. Demak, asli bir qalamkash yozuvchi shoir degan o'zi yashayotgan davrninki mohiyatli xatoliklarini ko'ra oladigan, kelgusidagi yuzinishlarini oldin his qila oladigan bo'lishi kerak. Ammo kunda ko'z oldida bo'layotgan ocharchilik, fojia, haqni ko'rib turibman. Yani şu vaqtda qanday qildi deganda madaniyat inqilobida ularning og'zidan yasham tushmadi. Shu vaqtda yozilgan bir she'rda shunday bir misralar bor. O'qib nazmanni to'rt odam qizib ketdi parang shoir. Yashamdan boshqa hech gap yo'q, faqat shu karkaran shoir. Yashamdan boshqa gaplarga tili kelmas qashon shoir. Demak, shu vaqtda shoirlarni shunday masxara qilgan. Endi shu shoirlar keyin qanday qildi deganda 80-yillarga kelib davrninki nurg'un taraflarda o'zgarish bo'ldi. İlim benge ahmet verdiğin, iqtisat ahmet verdiğin, islohat yo'li qo'yilgan shunday o'zgarishlar bo'lgan vaqtda bo'libmi Jungo hukumati madaniyat inqilobini zo'r tarixiy xatolayap bu bir to'tkishlik o'ringa Jungo keltirgan zo'r balay ofati deb xarakterlagan keyinmi yani nurg'unlar nima dedi biz shu vaqtda bilmabdi endi shu vaqtda davr degan shu bo'lgandan keyin shu bir yozaverdik deydi. Yozuvchi qalamkash degan o'zining xatoligini davrga olib qo'ysin. Shu davrning xatoliklarini his qila oladigan, oldin ko'ra oladigan, odatlik avom bilmagan masalani bila oladigan odamlar endi o'zini yozuvchi hisoblasa bo'ldi. Ondan qalamkash, men bir fikr qilishni hisoblasa bo'ldi. Ammo shu vaqtdagi undan keyingilar desa yuzini dabtah qilib ana u vaqtdagi ishlarni shu vaqt shunday yozimiz qanday qiladi. U davr degan shunday davr to'sadi. Dal mana shuning o'zi palapatishligini biladi odamlar. Şuna yazgıçlar, kalemkeşler devrinin xatoliklarini, devrinin o'zgarishlerini, yangi yuzinishlarini, ijobiy, salbiy taraflarini odatlik avomda sal aniqroq ko'rib olish kerak. Bunda odamlar ananligin yetaklash kuchi zo'r qalamkash yoki yozuvchi shoir bo'ladi. O'zining xatoliklarini davrga ortib qo'yib, keyin yana yangi davr yangilangan vaqtda yuzini dabtlik qilib, men davrning mohiyatini taniyolmaydigan ma'lum narsaning mohiyatiga hukm qilolmaydigan mana vaqtda odam kelmay deb o'zi ustidan yakin chiqolmay u vaqt shunday demay amal yo'q deb qo'yilgan shunday qutulish urindigan odamlar bizda xili bor. Shuna nodonlik odatli avomda o'qirmanda emas bizning ziyolilarimizning xili ig'ir deb aytadi. Zodi qanday analar ulug' degan shu tema haqida qadar munozaralar bo'ldi. Bu munozaralar to'rda bo'lgan qaraganda so'rovlarda, restoranlarda bekrak qaynab ketdi. Nurg'unlar mana dedi. Yani ularning ko'pinchisi mening Shinjong televiziya stansiyasining 5-kanaldagi madaniyat bo'stonida o'tkazgan suhbatdagi ko'z qarashimni ko'rganlar. Shunga asosan inkos qaytaradi. Onlar degan zot ulug' bo'ldi. Hamma ulug' bo'ldi. Men dedim 30-yillarda G'o'jida maktab ochgan Ayxonona deb bir ona bor. Ayxonona ulug' deyishga bo'ladi desam bo'ladi. Undan xo'sh Shanshansayning onasi ulug'mi? Bu analı bo'lsa ulug' biladigan bo'lsa Shanshansayning onasi ulug', Ayxonaning ulug' bo'laversin deb desam, unda desam bo'lmaydi. Demak, onani ulug'lar, qarg'oq ulug'larsa mana shunday mantiqsizlik kelib chiqadi. Shuna analarning orasida ulug' analar bor. Ammo hamma onani ulug' ona deyish bu ulug'likningki shartini cheklashtirib keldi. Ulug'likning muayyan sharti bo'lsin. Shu shart to'shgan analar anadagi ulug' bo'ladi. Abdurim o'tkirninki ulug' ona haqida so'zak degan dastanning mavzusi nima uchun ulug' ona haqida so'zak bo'ldi? Ona haqida so'zak bo'lmaydi. Chunki onlarning orasida ulug' analar bor. Ulug' harakatning, ulug' ideyaning, ulug' maqsadningki ijrochisi, ishtirokchisi yoki turtkisi bo'lgan analar ulug' analar. Bu bola tuqqan, bola tarbiyalagan, oilasidan bir kishini majburiyatdan ado qilgan onalar. Uning o'tisidan chiqmaganlar axlat analar. Shuna onalarni turli shart, turli sharoit ostida turli sifatlardan sifatlash kerak. Bu bola tug'ib qo'yishligining onalarimizni ulug' desam, bunda bo'lganda ulug' ona bilan odatli onalarning farqida qoldi. Munofiq onalar bilan xalqparvar, millatparvar onalarning farqida qoldi. Uning farqi faqat tug'ishlan bo'lib qoldi. Biz bu masalani keyin Jungo millatlari jurnalida maxsus maqola qilib 4 nuqtadan o'tirib qo'ygandik, uni hech kim boshqa fikrda bo'lmadi. Ammo bizningki ag'zadimiyati biz betaraf qilgan o'sha so'rovlarda, restoranlarda og'zidil so'zlaydi odamlar. Meningcha deb qo'yibman. Yetarlik asosi yo'q. Meningcha deganda bir talay asos yoki dalillarni keltirmay turib, meningcha ma'noliq deydi.
bunda dalillarni ko'rsatdisi yo'q, menimcha shunday qilib turadi. Bular menimcha degan gapni undaq nodavlat ta'kidlashdan o'zi shu odamlarga fikr qilishninki ojizligini bildiradi. Shuna fikr qilgan vaqtda muayyan dalil isbotlarni o'tirib qo'yib, anandan bir xulosa chiqarish kerak. Shunda xulosa chiqarmaydi. Mening shunday devasa bu nodavlatning ifodasi. Men shuna bu shu jamiyatdagi kishilarningki inkasini sukutda qabul qilishni, ko'rishni bakrak orzu qilaman. Ular qaysi jihatdan chiqib, mayli tanqidlash, mayli moyillashtirish, mayli tillasimi o'zlarining ixtiyori. Men u odamlarni to'solmayman. Marifdan shunday deydi ekanmish. Haqiqatan bir yerga borib, leksiya so'zlashganiga. Men 10 og'iz gap qilgan vaqtimda 2 og'iz gapimdan xato chiqishini ruxsat qilsanglar anadigan so'zlaydi. Shuna so'zlagan odam cho'qim ma'lum ko'z qarashlarni xato yetkazmay qolmaydi. Ko'p yozgan odamning qalamida ma'lum xatoliklar ko'rinmay qolmaydi. Yig'ildagi ot tutishib ketmaydi. Dalada chepib ketayotgan ot, baygidagi ot, chavandozlarningki oldidagi otlar anadikin tutishib ketadi. Demak, tutishib ketadigan ot hargizmi yig'ildagi ot bo'lmaydi. Shuna yozayotgan, so'zlayotgan, ifodalayotgan, shunday qilib sepning oldida turgan kishilarningki ma'lum darajada tutishib ketishi yoki ba'zi ko'z qarashlarninki qabul qilinmasligi, ba'zi ko'z qarashlarning xato bo'lib ketishi aqlli shu. Shuna yig'ildagi otlarning anda dalada chepib ketayotgan, baygilab ketayotgan otlarni keskin emas, hech qanday asos yo'q bağlashninki shart ularning sharti to'shmaydi bağlashga deb o'ylayman. Shuna bu yerda hamda bizni tilimiz son, tanqidimiz son demakchi emas. Xatolik o'tkazsa yoki biror qitim tutishib ketsa, yoki bir 2-3 qitim tutishib ketsa, bu chepayotgan tutishib ketsa nima bo'ldi deydigan manda bir idea am bo'lish kerak. Shuna eg'ildagi otidan daladagi otning, baygidagi otning farqi bo'lsin, ularning qimmati bo'lsin-da. Shuna bu yerda bizga nisbatan qanday qarash kerak deganda umuman fikr qilayotganlarda muayyan xatolik bo'ladi desizlar biz xush bo'laymiz. Men o'zim shunday ongni oldin shakllantirib olgachqa, menga nisbatan o'xshamagan qarashli kishilarning bo'lishini, tanqidiy fikrliklarning bo'lishini qabul qilaman. Chunki men xatolik sodir qilmaydigan avliyo emas. Cho'qim menda xatolik ko'rildi. Bu xatoliklarni nurg'un odamlar degan vaqtda tuzib olmayman. Bujun tuzib bo'lsam kelar yil tuzib olmayman deb o'zimga tuzitishim foydali. Shuna men o'xshamagan fikrlarni sukut ichida qabul qilaman. Ba'zilarga shu vaqtning o'zida chiqdi deya belgidek darajada xato fikrlar bo'lsa-mu, yana sukut qilaman. To'liq desin, to'liq deyilib bo'lsin deb. Bayman keltirgan misol ana shunday misol. Odam bilan hayvonni silish butunlay xato emasmi degan gapni xil odamlar deydi. Yani men hali o'zini qaltichaqlaydigan qalamkashlarning og'zidan oldim bu gapni. Hali ma'rifchilarning og'zidan oldim. Bu rost logikaga xilof, amaliyotga xilof, mantiqqa xilof degan. Boshlig'imni shu yerda munozaralashmadim. Men keyinchi javob beray deb qo'ydim. Endi bugungi deydigan gapim nima deganda, bizda shu Uyg'ur xalq maqol tanishlarni aqtirib baqsa, bunda solishtirishdan aqlli ish kelgan. Bunda hech qanday xatolik emas ekanligini deb bo'lalaydi. Shuna bu jihatda meningki sukut qilishim bir o'xshamagan fikrlardan to'liq bahramlash. Ikkinchisi o'zimni tantaklacha. Ozroqli menga tanqidiy fikr chiqsa, o'pul-to'pul inkas qaytarib, paq-paq yengiltak odamlardan bo'lib qolmaslik. O'xshamagan fikrlarni qabul qila oladigan bir xil ma'naviy safoni yetildirish, chiniqish, shuni odatlanish nuqtasidan sukut qilib turmayman deb aytaman. Siz san'at millatning boyligi barliq emas degan temaga ilgari surib yozgan maqolalaringizda va televiziya suhbatlarida fikringiz intayin qoyil qilinib o'tirib qo'ydingiz. Lekin bir qism san'atkorlar bu vaqtda ilm boshqacha ko'z qarashdi ekan. Sizning bu temangizda san'atga va san'atkorlarga hujum qilish ehtiyojingiz bormi? Bu mendan shu 2 yildan buyon nihoyatda so'ralgan savol. San'atkorlarga hujum qilish u bir tipik nodonlik ish. Men bir yil oldida Jungo millatlarida yozgan maqolamda bizga qanday artistlar kerak degan mavzuda yozgan maqolamda insoniyatningki ro'yini betib turgan 3 cho'ng ma'naviy to'ylik bor. Uning birinchisi din, ikkinchisi fan, uchinchisi san'atdir. Demak, shu uchinchi insoniyatning ma'naviy dunyosini terib turadigan 3 cho'ng ma'naviy to'ylik ekanligini men shu vaqtda o'tirib qo'yib, bu masaladagi maydonimni sharhlagan.
Shunga san'atga qandaqdir hujum qilish, san'atkorlarni haqoratlash, san'atga bo'lgan kamsitish so'zlarni ishlatish bu bir xil nodonlik deb qo'yaman. Mening bu vaqtda chiqqan tipik nuqta nazarim nima deganda, san'at millatning boyligi, ammo boylik emas deymiz. Keyin Şinjan san'at jurnalida bir san'atkor san'atkorlarning borlig'i deb bir maqola yozdi. Maqolaning umumiy nuqta nazari mening ko'z qarashimni tanqidlash, noroziligini bildirish. Ammo men suyundim. Nima uchun suyundingiz deganda, ko'chadagi gaplarga qaraganda matbuotlarda deyilgani meni suyundim. U meni tamamen qo'llamagan, qarshi turgan ahvoldan suyundim. Men ashunda qilgan matbuot orqali munozaralashni yoqlaydigan tarafim bor. Endi yana bir to'g'ri qo'ydim maqolani. San'atkorlar uchun, san'at kasbi bilan shug'ullanganlar uchun aytganda, san'at bizning borlig'imiz deyish kerak. Agar ular ashunday kasbiy qiziqlik, kasbiy ruh bo'lmasa, ularni san'atning yanini yaratgan, millatning san'at ishlari uchun jon ko'tarayotgan odam deb o'ylayman. Ammo bir butun millat san'at bizning borlig'imiz desa bu xato bo'ladi. Men bu ko'z qarashga qo'shilmayman. Ammo Uyg'ur san'atininki sahnasida mahorat ko'rsatgan Uyg'ur san'atining Moşu sipede üzünün birikişlik rolunu cari kıldırıvatkan her qanday adam sanat bizning barlig'imiz desa, bu yerdagi biz san'atkorlarni ko'rsatdik, san'at kasbi bilan shug'ullanuvchilarni ko'rsatdik. Men ularningki bu xil g'ururini hurmat qilaman ham qoyilman. Har qanday bir odamda o'zi shug'ullanayotgan kasbni o'zining barlig'i deb qaraydigan bir bo'lish kerak. Ma'rifchilarmi, ma'rif degan mening barlig'im deydigan bir bo'lish kerak. Shuna ben şu Şinjan san'atida chiqqan shu mavzudagi maqolani avtoriga ko'nglimda tasanno o'qidim, rahmat o'qidim. Shu ko'z qarashni qo'lladim. Chunki u bir san'atninki g'amini yaratgan, san'atning g'amini yaratgan bir odamning sadasi. Ular o'zining manfaatini, o'zining o'rnini, o'zining qarshini shunday uzil kesib qattiq sharhlash kerak. Shunday bir mas'uliyatchan ruh, shunday bir xil ega bo'lish ro'yi bo'lmasa, sizmi o'zingizning soyasiga latilozing muomala qilsangiz, men o'zimning soyasiga bulakita muomala qilsam, bir mas'uliyatsiz odam bo'lib qolamiz. Shuni har kim o'zi shug'ullanayotgan kesib, o'zini bag'ishlagan sohani bu mening barlig'im deydigan shunday ruhni turg'izish kerak. Ammo bir butun millat nuqtasini aytganda, san'at millatimizning barlig'i desa, men buni qabul qilmayman. Bunday ko'z qarash bilan oxirgacha munozaralashib, dalil isbotlarimni ko'rsatadim. Shuna sizning mush orqali san'atkorlarga yoki san'at sohasidagilarga hujum qilish o'yingiz bormi degan bu savolga mening beradigan javobim manda. Men san'atni millatimizningki boyligi deb to'nagan ekanman. Shu boylikni ijro qilayotgan, yaratayotgan, shunga ega bo'layotgan kishilarga hujum qilsam, bu mendagi bir ziddiyatga ahvol. Sen bir tarafdan uni boyligi deysan, yana bir tarafdan shu sohadagi kishilarga hujum qilsan desam, men vaqtimdan. Shunga men san'at sohasidagilarni hurmatlayman. Shu san'at bilan shug'ullanayotgan, sog'lom ideyadagi o'zini bag'ishlash ro'yidagi har bir san'atkor yoki san'at xodimi bizningki qarindishimiz, bizning qo'g'dash, kuyinish, ko'ngil bilish nishonimiz. Men eskartib qo'ydigan bunday bir ish var. Men xalqimizning orasidagi san'atga ziyoda sezgurib ketish, ziyoda ahamiyat berib ketish, ziyoda maftun bo'lib ketish xohishini tanqidlayman deb ba'zi chekdan oshganroq qabul qilish ta'siri ko'rgan so'z iboralarni ishlatayotgan bo'lsam, bu mening savallik. Chunki siz tanqidiy fikr yurgizayotgan vaqtda fikringizni hammani dansiyaladim deb aytolmaysiz. Shunga ba'zi so'zlarningki sal chekdan eshib ketishi, qabul qilish doirasidan sal ortga ketishi to'g'ri gap. Shunga bu sohada ketgan taraflar bo'lsa, men qarindoshlarimning to'g'ri tushunishini aql qilishni umid qilaman. Yaqinda siz bir ko'zgulangan adbiy obzorchi bo'lish sifatingiz bilan adliya sahnasiga qadam qo'yayotgan yoshlarimizga nima ta'kidlaysiz? Men endi bir adbiy obzorchi bo'lish sifatim bilan nima ta'kidlaysa degan masalaga aniq javob bermadiganda, bu masalani men bunda qo'ygan. Har bir davlatningki davlat ahvoli deydigan bir gap bor. Masalan, bizda Jungoning davlat ahvoli degan bir atalg'ini davomli axborotlarda uchirib turamiz, anlatamiz. Unda qolganda har bir millatning, har bir oilaning o'zining ahvoli bilan bo'ladi. Albatta bo'ladi deb o'ylayman. Shunga bizning millatimizning, xalqimizning o'ziga xos ba'zi ahvollari bor. Shu ahvollarni chiqishiga vaqtda men adabiyot havaskorlariga yoki har qanday yozuvchi shoirga o'zimning
ro'shan bir bayrog'imni bildirgim keldi. U bo'lsinmi Uyg'ur adabiyotini cho'qim milliylashtirish. Bu milliylashtirish degan uning ona tilida yozishini ko'rsatmaydi. Eng muhimi uning iddisi, mavqesi, temasi millatning manfaatiga uyg'un bo'lish, shu xalqningki dardiga darmon bo'lish masalasini ko'rsatadi. Shunga men shu adabiyot sohasiga kirayotgan yoshlarga ta'kidlaydiganim, mening adabiyot qimmat qarashim yoki obzorchilik prinsipim nuqtasidan chiqib turib deydiganim, cho'qim adabiyotimizning milliylashtirish qadamini tiziltishimiz. Buningga hargiz sal qaramasligimiz kerak. Men o'zim bir umr adabiyotni milliylashtirish arzusida o'tib ketishga rozi. Ammo san'at uchun san'at undaq degan ideyalar meni qiziqtirmaydi. Men uningga pisandiraman. Nima ish qilganda mening o'zimningki hozirgi shu bo'lgan o'rganish, izlanish tajribalarimdan yoki ko'rgan bilgilarimdan shakllangan bir dunyo qarashim bor. Men u dunyo qarashimda o'zgartiradigan, uni ta'virtiradigan bir dunyo qarashga duch keldim. Qachon shunday dunyo qarash kelib o'zgartib o'tsa, uni ko'raman. Bo'lmasa hozirgi dunyo qarashimni ta'kidlayman, shu ta'kidlashimni to'g'ri deb qarayman. U bo'lsa-mu adabiyotni milliylashtirishga borlig'ini atayman yoki boshqalarga shu nuqtadan chiqib talab qo'yaman. Har qanday bir yozuvchining adabiy asariga baho berganda, muayyonlashtirgan yoki inkor qilganda mening dastlab turadigan mavqeim, lapildatadigan ro'shan bayrog'im adabiyotni cho'qim milliylashtirish degan masala. Mush adabiyotni milliylashtirish iborat. Nozik halqini har qanday vaqt ta'kidlayman, ham fursatli bo'lsa o'zimningki qarindoshlarimga, qalamkash do'stlarimga yoki havaskorlarga buni samimiy turaman. Rahmat Yalqinka, bugungi to'st suhbatimizga qatnashganligingizdan intayin minnatdormiz. Shu munosabat bilan Diyorim to'r betidagi barliq to'r ahli nomidan sizga chuqur rahmatimizni bildiramiz. Sizlarga rahmat. Kuch chiqarishimiz kerak deb o'ylayman. Hozir bizning to'r adabiyotimizda qanday ahvol qadar ko'p deganda mazmuni tezroq bo'lgan. Ondan keyin adabiy asarlarni to'rlarga hozir bizning adabiyot havaskorlarimiz yoki to'r adabiyotiga ishtirok qiluvchi qalamkashlarimiz orasida qanday bir ijodiyat xohishi saqlanadi deganda oldindan o'zining asarlarini to'rga yo'llash orqali muayyan darajadagi bahoni kutadi. Buningda bir qadar bas munozir qo'zg'agan asarlar bor, ammo hech qanday bas munozir qo'zg'ayolmayotgan asarlar bor. Shu jarayonda yozuvchilarda yoki adib shoirlarda umuman adabiyot ko'chasiga andadan qadam qo'yayotgan yoki adabiyotga andadan ishtiyoq bog'lab ba'zi adabiy asarlarni borliqqa keltirib, shuni xalqqa ham kitobxonlar bir ko'rib boqishgan degan orzuda bo'lgan qalamkashlar uchun aytganda matbuotlar darvozasini bekam ochmaydi. Nima uchun deganda hozirgi matbuotlarda qanday xohish bor deganda tanlab olish imkoniyati bekam. 80-yillardagiga o'xshamaydi hozirgi matbuotlarning ahvoli. 80-yillarda yoshlarni tarbiyalashni, ijodiyot qo'shunini kengaytirishni, yosh kuchlarni taraqqiy qildirishni birinchi o'ringa qo'yadi. Hozir yaxshi asarlar bizni tanlasin, yaxshi asarni biz tanlaymiz degan mundaq bir xil qimmat qarashi bilan jurnal boshqaradigan davrga keldi. Shunga yaxshi asar qanday bo'ladi deganda cho'qim pishqon, to'nilgan yozuvchilarningki qalamkashlarning asarlarini yaxshi asar, nodir asar deb qaraydi. Tabi nomi chiqmagan yoki adabiyot kursisiga endidan kirayotgan yozuvchilar nisbatan ular bek e'tibor berib ketmaydi. Bu sohada adabiyotchilar qo'shinining ko'payishi adabiy jurnallar yoki matbuotlar uchun tanlab olish imkoniyatini kengaytirib ketgachga adabiy havaskorlarning o'zini damonliq matbuotlar orqali namoyon qilishiga cheklanmak zo'r. Shunga bunday cheklanlikdan qanday olib o'tish kerak deganda to'g'ri adabiyot orqali olib o'tmoq. To'r adabiyoti har kim o'zi yoqtirgan asarlarni o'ttirib qo'yib taqsim bo'layotgan bir keng imkoniyatga ega. Bunday imkoniyatning bo'lishi adabiyotchilar uchun qanday bir hayotiy kuchdan darak bo'ladi. O'zining o'y xiyollarini, ijodiy fikrlarini o'ttirib qo'ya oladigan, tegishli bahoga erisha oladigan bir imkoniyatlarni ta'min etadi. Shunga to'r adabiyotining borliqqa kelishi yosh qalamkashlarningki
adabiyot havaskorlarininki manevr qilib olish fursati, o'zini namoyon qilib olish, tushirib olish, kitobxonlar bilan, o'qirmanlar bilan tanishib olishdan fursati. Bu tahrir bo'lmagan yoki tahrir bo'lgan taqdirda matbuotlarni kerak qattiq o'tgan qattiq Diyorim to'r bekdi. Assalomu alaykum, hurmatli Diyorim to'ri ishtirokchilari. Diyorim to'rbekda uyushtirilgan suhbat programmasida qatnashganlarni qism qarshi olamiz. Diyorim to'rbekimiz qurilgan 5 yildan beri biz har soha zatlarni, olim, mutaxassis, adib, yozuvchi shoirlarimizni va davlat san'atkorlarimizni va har sohada natija qozongan tövfiklar yoshlarimizni taklif qilib, Diyorim to'rida suhbat uyushtirib kelyapmiz. Biz mushu munosabat bilan Diyorim to'rini 5 yildan beri izchil qo'llayotgan barliq to'rdoshlarimizga, shunaqa barliq to'r ahliga qizg'in rahmatimizni bildiramiz. Bugungi suhbat programmamizga biz alayli bir aziz mehmon taklif qildik. Bugungi aziz mehmonimiz hammamizga tanish bo'lgan yozuvchimiz va ko'zga ko'ringan adabiy obzorchi Yalqin Ro'z afandim bo'ldi. Yalqin aka, bugun Diyorim to'ri orqali kam to'rdoshlar bilan suhbat bo'lganingizdan biz nayt qo'shal, nayt minnatdormiz. Barliq to'r ahliga, shunaqa barliq Uyg'ur to'r bekatlarida sizning asarlaringizni yoqtirib o'qiydigan va sizning qizg'in qo'llovchilaringizga vakolatan sizga chin yuragimizdan rahmatimizni bildiramiz. Uzun yillardan beri sizning asarlaringiz mayli matbuotlarda bo'lsin va boshqa gazet jurnallarda bo'lsin nayt qizg'in o'qilib kelyapti va rasmlarni qo'zg'atdi. Yaqin yillardan beri Diyorim to'r bekatida shunaqa barliq Uyg'ur to'r bekatlarida siz yozgan bir turkum asarlar, masalan, o'sha qari o'chiqat yaqinda yozgan. Undan oldin e'lon qilgan bizga qanday qanday kerak? Ko'rish jarayonida o'chiqat nomli bir yurish adabiy obzorlar kam adabiyot sohasida, jumladan yaqin zamonda shakllanayotgan to'r adabiyot sohasida, to'r muhitida nayt qizg'in basmlarni qo'zg'atdi. Mush munosabat bilan biz bugun sizni alohida bir suhbat taklif etdik. Qimmatli vaqtingizni chiqarganingizdan biz intayin xursand. Bugungi suhbatimizningki davomlash uchun biz bugungi suhbatimizga Diyorim shirkatidan Gulg'unchamni riyosatchilik qilishga taklif etsak. Assalomu hurmatli to'r ahli, men Diyorim shirkatidan Gulg'uncham bo'lganman. Qani Yalqin aka suhbatimizni boshlab kelsak. bo'ldi. To'r adabiyoti zamonimizga qalamkashlar uchun intayin keng ijodiyat bo'shlig'i yaratib berdi deyishga bo'ladi. Siz to'r adabiyotiga qanday qaraysiz? Abdunum rayonimizdagi ona til yozig'ini uzunligini, masalani eg'irligini tushundik. Agar u ahvol mening yozganimdek bo'lmay, Faradning tushundigandek bo'lgan bo'lsa, bu vaqtcha men bu kishilarningki nafrat ushlab ketmaydi. Bir odamga nisbatan cho'ng bir gunohni yoki xatolikni o'tkazdi deb qaraganda, biz uning yetarli pokit ko'rsatmasak, pokit ko'rsatmagan ekanmiz, hukmimiz o'zimizga kelib qoldi. Hukmimiz o'zimizga kelgandan keyin biz tuhmatchi, haqqi ziyonkashlikka uchraymiz. Biz shaxsiy ziddiyatni deb oxirgi hisobda o'zimizning putur o'zimiz palcha qilgan yoki bo'lmasa o'zimizning o'tirib qo'ygan pokitlik hukmlarimiz putirab turolmay o'zimiz yenib qolgan ahvol kelib chiqsa, u biz biror dushmanimizni deyni yoki ma'lum bir ko'nglimizga mijozimizga yoqmagan odamlarni tanqid qilish orqali mushunda maqsad yetaman desak, u maqsad eksi unum berib dal o'zimizni kishilarning nazarida obro' inoyatimizni tugaydi. Shunga bu masalada bugungi qandaqdir shaxsiy ziddiyatni deb Farad Tursunning Ulilish san'ati degan kitobga shu obzorni yozganligim emas. Bu yerda meningki chiqish nuqtam Faradning o'tkazgan xatolar. Uning iddeasiga bir xil zaharxandalik. Uningki dunyo qarashidagi bugungi madaniy dunyo bo'lmagan madaniyatli dunyoda har kim o'ziningki yaxshi ko'radigan narsalarni qadrlashga bir odam yana bir odamning diniy e'tiqodini hurmatlash yoki bo'lmasa uningga taqlid qilmaslik, uni kamsindurmaslik bir shunday bir aqlli axloqqa xilof keladi deb qarayman. Bu Faradningki diniy e'tiqodi nima, u qaysi dinga e'tiqod qildi, men uni o'ylarim yo'q. Men uni boshqarish, uni ko'ngil bilish mas'uliyatim yo'q. Ammo u ikkinchi birovlarningki yaxshi ko'rayotgan, izlayotgan yoki e'tiqod qilayotgan
e'tiqodiga chaqchaq qilsa yoki uni kamsindirsa, uni haqoratlab qo'ysa, buni chidab to'g'rilmaydi. Uning bir me'lon emas, boshqalarni chidab turmasligi kerak. Ammo men adabiy obzorchi bo'lgan ekanman, shu romanni o'qib, shu masalani bayqagan ekanman, uni paketlik oldi o'tirib qo'yib, boshqalarninki nazardan o'tkazib, o'zimning hukmini muayyan asos paketlar orqali dalillar avomga yuzlantirib, muayyan tanqidiy ko'z qarashni shakllantirib, keyingi shu xildagi tentak yoki bo'lmasa iddisi zaharxanda bo'lgan ba'zi yozuvchi qadamkashlarga azroq sayg'ich xarakterli ta'sir o'tkazish. Bu yerda qandaqdir shaxsiy ziddiyatning o'rganishi gavdalik emas. Uni yo'q deb aytsak samimiyatsizlik bo'ladi. Bizning o'rtamizda mijozimiz kelishmaydigan ishlar bor. Ammo mijozimizning boshqarish ichidagi tahrirlik bo'lmagan mandaq bir imkoniyat ichida o'zini rivojlantiradigan, xalq yuzlantiradigan yoki o'zini sinab boqadigan bir fursatlar ta'minlaydi. Shunga to'r adabiyoti biz suyunib qabul qiladigan adabiyotimizni cho'qim taraqqiyot etgan bir zamonaviy soha, yangi soha, hayotiy kuchli soha deb aytamiz. Yalqın bir qancha yillardan beri ana tilimizdagi nurg'ulg'an to'r bekatlarida, jumladan diyorim to'r bekatida siz bilan Farhod Tursun to'g'riliq intayin qizg'in bahs-munozara va talash-tarishlar bo'lib keladi. Bir qism yoshlar sizlarni shaxsiy ziddiyat tufayli adabiyot sahnasida tutishib qoldi deb qaraydigan. Siz bu masalaga qanday tushuncha berasiz? Aldıgan men bir adabiy obzorchi. Men adabiy obzorchilikdan shug'ullanganimga 85-yildan hisoblaganda 20 yildan boshladim. Oliy maktabda o'qiyotgan vaqtlarimda buni yozib e'lon qilish boshlagan. Bir adabiy obzorchi uchun aytganda ma'lum avtorlarning asarlarini muayyanlashtirish, ma'lum avtorlarning asarlariga o'zining tanqidiy qarashlarini o'tirib qo'yish bu bir normal ahvol. Farhod Tursun bilan ishlarning o'tirisidagi ish bir qadar davom etib ketgan ish. Uning ustiga xaraktermi boshqacha tus olgan. Ham bu yerda shaxsiy ziddiyat tufayli Farhod Tursunga shunday maqola yozib, unga qattiq tanqid yurgizganmi degan savolga tushib kelganda, mening beradigan javobim bu Farhod Tursunningki O'limiz san'ati nomli kitobida o'tirib qolgan masalani Farhoddan boshqa har qanday bir odam yozgan bo'lsa, hatto mening bir bo'lsa qarindishim yozgan bo'lsa-mu, men bu masalada o'zimning tegishli qarashini o'tirib qo'yib, muvaffaq tanqid qilgan bo'laman. Meningki O'limiz san'ati nomli o kitobga yozgan maqolamda paketlarni to'g'ri. Men u birlig'ning masala emas, mushu masalaning o'tirib qo'yilishidagi barliq oq ko'rinishlarni Farhodningki boshqa povestlardagi shu masalani keltirib chiqarishga asos bo'lgan nurg'un so'z jumlalarni bir ilib ko'z sharqlab batlar orqali. Mana mushundaq ideya, mushundaq ko'z qarashli odamningki mushu gapni deyishi haqiqat uyg'on. Bu qandaqdir men chaqirganman umrda davomidek unda odam oson tushundiradigan masala emas. Unda bo'lsa sening boshqa povestlaringdagi mushundaq so'z jumlalarni nimdan darak ekan. Sen nemish hamma yerda o'xshash bir xil ideyaning nurini chaqirsan. Oxirisiga kelib sen mushundaq odam mushundaq demay mumkinmi deyish to'g'ri. Shunga qarab bu O'limiz san'ati haqida yozgan obzorimga qanday inkas qaytardi deganda normal inkas qaytardi. Normal inkas qaytarishda chiqadigan gazet jurnallarningki sahifachalik sonimi bir qadar oz. Ammo adabiyot havaskorlarining soni kundan-kun ko'payyapti. Adabiyotga, ijodiyotga kirilayotgan qo'shinlar kundan-kun zo'rayapti. Mushundaq ahvolda adabiyot qiziquvchilar, adabiyot qo'shiniga kirib kelguvchilarga faoliyat bo'shligi, ijodiyot bo'shligi ularningki o'ziningki qiziqishi bo'yicha ilib olgan asarlarni avomga ko'rsatadigan imkoniyati bo'lishi kerak. Bunda imkoniyat nada bor deganda oldindan to'r sohasida. To'r bekatlari bu adabiy ijodiyot qo'shiniga yangidan kirib kelayotgan havaskorlar yoki adabiyotga ishtiyoqi bor qalamkashlar uchun aytganda o'ziningki o'y xiyollarini yoki o'zining ijodiyotlarini keng kuchada o'tirib qoladigan bir xil bo'shliq bilan ta'minlaydi. Shunga muntazam adabiy jurnallar imkoniyat hozirlab berilmagan sharoitda to'r sohasi, to'r adabiyot orqali bu o'qirmanlar bilan yangi adabiyot havaskorlar o'tirishga uchrashishni reallikka aylantiradigan intayin bir muvaffaqiyatli ham uchrashishni amalga oshiradigan intayin ko'ngildagidek bir soha deb aytishga bo'ladi. To'r adabiyoti butun dunyoga nisbatan bir yangi narsa. Bizga nisbatan bu yangi narsa. To'r adabiyot sohasida hozir ko'pincha she'r, nasr bir qadar ko'proq bo'lyapti.
bu she'r ijodiyati bilan nasr ijodiyati bilan shug'ullanayotgan qalamkashlarningki she'rlarningki hajmning qisqa bo'lishi, nasrlarning hajmining qisqa bo'lishi balkim ularning mushkillik asarlarni ko'proq to'g'ri yo'llashiga sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin. Yaqin oyog'i adabiy obzorlar, povestlar, to'r adabiyot orqali avomga yuz ko'rishyapti. Balkim uzoq bo'lmay romanlarni to'r orqali barliq kelishi yoki to'r orqali o'qirmanlarga uchrashi mumkin. Bu nimadan darak beradi deganda, oldindan bir adabiyot sohasining jonlanishidan darak beradi. Ko'p xillashishidan darak beradi. Dunyoga yuzinishidan darak beradi. Bizning to'rlarimizda chiqqan narsalarni dunyoning har qanday joyidagi Uyg'ur tili yozibda chiqqan adabiy asarlarni o'qish qiziqadigan bir o'qirman chiqib turgan ko'radigan imkoniyat berish. Shunga bu to'r adabiyotning barliq kelishi mayli ijodiyat havaskorlar uchun yoki muntazam ijodiyat bilan shug'ullanayotgan yozuvchi qalamkashlar uchun bo'lsin yoki Uyg'ur tilida barliq kelgan adabiy asarlarni tadqiq qiladigan, o'qib huzurlanadigan qiziquvchilar uchun bo'lsin, kishini qo'shal qiladigan bir zamonaviy, zamonga loyiq, davrga mos bo'lgan bir yangi yuzlanish. Bunday yuzlanishga hammamiz aktiv pozitsiya bildirishimiz, qo'llashimiz, buningdagi ba'zi pasif taraflarni to'g'ri yetaklash